ilm, madaniyat va mardlik zaminidir. Ammo bir muddat bu zaminning uni o'chirildi. Ko'pchilik erkinlik orzusi yo'lida jonini fido qildi. Jadidlar ilm, ma'rifat va ozodlik yo'lida kurashdi. Qalami qurol, so'zi esa bayroqqa aylandi. Assalomu alaykum. Qadamlaringizga hasanat hamma uchun. Kelganlaringizdan xursandmiz. Bu mavzuyimiz shundaki, Turkiston mustamlakadan mustaqillikkacha deb nomladik. Bu yerda taxminan 1717-yildan demak 1991-yilgacha qariyb 300 yilda demak 1,5 soat yoki bo'lmasa 1 soatning ichida nima deyish mumkin, nimaga hozirdan bu yerda o'tirganlar men o'zim juda hisoblashadigan, hurmat qiladigan insonlar bor. Savolga javob berib ketmoqchiman, chunki shu vaqtgacha ozgina agar tarixda bir so'z, ikki so'z aytgan bo'lsak, bir kichkina voqeani, masalan bir qatag'on qurbonini bir delodan yo bir maqoladan yo bir kichkina hodisalar haqida ko'proq axborot berganman, lekin nima uchun bunaqa 300 yillik, ya'ni biz agar maktab darsidan qarasangiz 8-sinfdan boshlab 10-sinfgacha bo'lgan 3 yillik dasturni haqida nimaga bunday oldik? Meni nazarimda bu bir narrativ aslida avvalgi o'sha boshida Eldorbekdan boshlangan bo'lsa, Feruza davom ettirdi, Boboyorov domla davom ettirdi, G'aybulla aka va bu oxirgi so'nggi demak 4-suhbatimiz va shunda mustamlaka haqida bir butun aylana ekan, ya'ni o'sha nuqtadan o'sha nuqtagacha umumiy buni bo'lib bir bo'lagini olib bir so'zda ayta olmas ekanmiz. Kichkina narsalar haqida kichkina xulosa bo'ladi. Agar mavzu katta bo'ladigan bo'lsa,
demak katta narsani gapirishni niyat qilganmiz. Demak katta narsani, uni qanchalik jasoratimiz yetadi, uni qanchalik istaganimizdek ifodalab bera olamiz, bu albatta boshqa masala. Lekin umumiy shu mavzuni shunday oldik va shunaqa rejalashtirdimki, ikki qismga bo'lsak, birinchi demak o'sha oldin shu 300 yilni taqsimlab olamiz. Chunki oxirida ikkinchi qismida xulosalar, ya'ni xulosalar shunaqa yomon bo'lishi mumkinki, bu demak hozir bizning juda ko'p savollarimizga, har sohadagi muammolarimizni demak ildizi shunchalik 300 yillik bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizning qo'rquvlarimiz, bizning kamchiliklarimizni o'sha qisqa davom ettirgan bo'limlarda demak hammasi mujassam bo'ladi va xulosalarimiz shundan iborat bo'ladi. Ba'zi bir bu eng oxirgi yechim berishga hech kimning haqqi yo'q. Hech qachon tarixchi meni so'zim eng oxirgi so'z demaydi. Bu yerda albatta tarixchilar, jamiyatshunoslar, insonlar bor. Bir o'zimizning fikrimiz sifatida, o'zimning fikrim shaxsiy bir fikr sifatida o'rtaga tashlamoqchiman va bizning maqsadimiz minbarni yopish emas, aksincha bu yerda qatorlashtirib, bu yerda o'tirganlar bu yerga chiqish. Har bir odam o'ylasin va biz nima munozarani tugatish uchun emas, katta bir munozarani boshlash uchun boshlaymiz. Endi demak 4 bo'lakka bo'lib oldik. Birinchi bo'lagimiz 150 yil davom etgan. Ya'ni bu tayyorgarlik qismi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni o'sha shubhasiz Turkistonni bosib olish masalasi bu Pyotr Ining orzusi edi. O'sha 5000 kishilik Bekov-Cherkaskiy boshchiligidagi Xorazmga yurishni biz boshlang'ich nuqta dedik. 150 yil tayyorgarlik davom etdi va 1867 gacha olib keldik. Ya'niki bu nima degani? Mustamlakaga tayyorgarlik. Tayyorgarlik bir necha bosqichda bordi. Bu diplomatik hiylalar, harbiy hiylalar bilan ketdi va faol harakatga faqatgina o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin, ma'lum maqsadlarga erishgandan keyin demak go'yoki o'sha rivojlanib kelayotgan mustamlakachi Chor Rossiyasining paxtaga yoki bo'lmasa xomashyoga ehtiyoji va bozorga ehtiyoji deb qaraldi. Ikkinchi tomonimiz bor, bu o'sha katta o'yin masalasida. Katta o'yin demak Buyuk Britaniya bilan kelishish, ya'niki Osiyoda ta'sir doiralarida kelish, bu albatta yopiq eshiklar ostida bo'lgan. Umuman olganda yana bitta narsani aytish kerak, shu vaqtgacha 1000 dan ortiq kitob yozilgan ichkarida va tashqarida shu davr uchun. 1000 dan ortiq dissertatsiya qilingan ekan. Shunda nima demoqchisan desangiz, Ibn Sinoning bir she'ri bor. Hech narsa qolmadi ma'lum bo'lmagan, yakunida angladim hech narsa ma'lum bo'lmagan. Birontasi demak oxirgi 1000 ta kitobdan, 1000 ta dissertatsiyadan biz o'zimiz istagan xulosani demak ko'rmadik. Shuning uchun demak bu mavzuga qaytdik. Endi faol harakat 50-yillardan boshlandi dedik. O'sha 1853-yildagi Perovskiyning Oq masjidni bosib olgani e'lon qilindi. Keyin esa o'sha 64-yilda Avliyo Otani bosib olinishi, Chimkentning bosib olinishi, 65-yilda Toshkentning bosib olinishi, 66-yilda Xo'jand, O'ratepa, Jizzax, bu voqealar ham juda ham kuchli voqealar. Sababi bilasizmi? Jizzaxda shunday voqeani bildikki, 3000 dan ortiq ingliz quroli bilan qurollangan Afg'onistondan olib kelingan yollanma qo'shin jang boshlanishi bilan Kaufman tomonda turib o'zining otib tashlagan. Chunki Jizzax masalasida juda jiddiy voqealar bo'lgandi. Bu 1917-yilgacha o'sha voqealarda ishtirok etganlar ta'sirida bo'lgan. Demak, oxirgisi o'sha 1868-yil Cho'pon ota ustidagi jangda Amir Temurning poytaxti Samarqand olindi va o'sha yili 23-iyunga kelib Buxoro amirligi demak protektorat o'rnatildi. Bu voqeadan keyin Samarqand juda katta Buxoro amirligining sug'oriladigan joylaridan ajraldi. Xorazm masalasi o'zining geografik o'rni uchungina sal keyinroq davom etdi va bu o'sha 73-yilning yozida, avgustida demak bu ham protektoratga aylantirilib, vassal davlatga aylantirilib, Feruz Amudaryoning o'ng tomonida Amudaryo bo'limi tashkil etilib, demak Xorazm xonligi katta qismdan ayrilib qoldi. Shu oqibatda 81-yilga kelib bilamiz,
Go'ktepa qirg'ini, ya'ni o'sha Skobelov tomonidan 40 mingdan ortiq turkmanlarning o'ldirilishi va 84-yil Marining bosib olinishi bilan istilochilik davri tugadi. Turkistonda bosib olinishi. Endi xonliklar nima qildi desangiz, u yerda hammasining bayrog'i bor edi, mas'ul odamlar bor edi, o'zaro urushlar bor edi va ular birlasha olmadi va Rossiya juda ham zamonaviy qurolga ega edi. Bizda pilta-miltiqlar, hattoki qilich. Natijada hech qanday kutilgan narsaga erisha olmadi. Ikkinchi bir narsa bor. Biz o'sha ko'nglimiz to'lmaydigan narsa, masalan, Omonbey haqida biz juda kam narsa bilamiz. Bu kishi vaholanki Britaniyadagi juda ko'p manbalarda, o'sha arxivlarda bor. Turkiston general gubernatorligining arxivida ham maxsus kuzatilgan, ya'ni Amir Muzaffariddinning o'sha Qoshg'arga, Hindistondagi Britaniya general gubernatorligiga olib borgan va Buxoro amirligi uchun o'sha qurol sotib olish, Buxoro amirligi uchun demak hamkorlik qilish haqida juda ko'p vakolatlar berilgan edi. Buni hattoki mahalliy manbalar ham ko'rsatadi, lekin afsuski natija yo'q. Ikkinchi bir odam bor, bu o'sha Said Yoqubxon To'ra. Bu toshkentlik aslzodalardan juda katta diniy ulamo va ayni paytda 66-70-yillarda Abdulazizxon saroyida ham bo'ldi, Sulton Abdulhamidxonning saroyida ham bo'ldi, Londonda bo'ldi. Demak, juda katta faoliyat olib bordi. Uning singlisi Yoqubbek Badavlatning ayoli edi. Qo'qon xonligi tugatilgandan keyin demak, aynan Yorkent uchun faoliyat olib bordi va hozir avlodlari Istanbulda yashaydi. Bu bir nechta tilni biladigan juda uddaburon, kattagina ta'sirga ega bo'lgan inson haqida ham bizning tariximizda nimagadir ko'p narsa bilinmaydi. Va shu yerda to'xtatib olamiz. Demak, 67-yildan 1917-yilgacha keyingi davri 50 yillik mustamlaka davr. Bu 50 yil davomida nima bo'ldi desangiz, o'sha 67-yilda 11-iyulda Aleksandr II farmoni bilan Turkiston general gubernatorligi tashkil etildi. Konstantin von Kaufman demak o'sha yarim podsho deyishardi, ham harbiy ham fuqarolik boshqaruvini joriy qildi. Demak, milliy davlatchiligimiz taraqqiyotdan to'xtadi. 100 minglab rus o'sha nima deymiz, mujiklari keltirilib, eng unumdor yerlar ularga berildi. Ijtimoiy bir qatlamni shakllantirishga harakat qildi. Bu davrda eng asosiysi demak paxta monokulturasi degan narsa paydo bo'ldi. Asriy xo'jaligimiz bo'lgan g'allachilik, bog'dorchilik o'sha o'zini yo'qolib, aksincha demak imperiya manfaatlariga moslashib bordi va bu yerda ko'p aytiladigani temir yo'llar progress sifatida ko'rilsa, juda ko'proq mahsulotni olib chiqib ketish va kerak paytda juda katta qurolli kuchni olib kelib, uni bostirishga harakat qilar edi. Shunday bir natijada Turkistonda yuzlab qo'zg'olonlar ko'tarildi. Bu qo'zg'olonlarning eng yiriklari 92-yil Vabo isyoni, 98-yil Andijon qo'zg'oloni, Namozbotir 1968 yoki bo'lmasa 1916-yildagi Jizzax qo'zg'oloni, ikkinchi bir front paydo bo'ldi. Demak, zulmni orasida xalq rozi bo'lgan emas. Bu 50 yillik tariximiz shundan iborat. 3-bo'limni o'zimcha 1917-24 dedim. Ya'ni 8 yil. 150 yil, 50 yil, 8 yil. 1917-yildan 1924-yilgacha nima uchun qisqa? Biza darsliklarga qarasangiz juda qisqa berilgan. Vaholanki eng katta dahshatli ishlar mana shu davrda bo'lgan. Ya'ni Qizil imperiya, Oq imperiya 50 yil davomida haddi sig'magan vahshiylikni demak Sovetlar 8 yil faoliyati davomida amalga oshirib bo'ldi. Ya'niki bu yerda to'kilgan qonlar haqida, ya'ni o'sha fevral burjua inqilobidan keyin ma'lum bo'ldiki, Turkistonda 3 ta siyosiy kuch shakllanibdi. Birinchisi o'zimiz hammamizga ma'lum bo'lgan o'sha jadidlar, Sho'roy Islom, Sho'roy ulamo, demak o'sha diniy tomondan o'sha ulamo jamiyatini aytadigan bo'lsak, aimma jamiyatini aytadigan bo'lsak, ular ham o'sha milliy muxtoriyat uchun, masalan, ko'pincha bizlar Sho'roy
islomni jadidlarni nima yuqoriga ko'taramizda, lekin o'sha turk adam federalist firqasiga aynan afandizodalarni Ozarbayjondan musavvatni olib kelganlar o'sha ulamo jamiyati ekanligiga nima qilmaymiz, ko'zimizni yumamiz. Buni ham sababini keyin ko'ramiz. Endi ikkinchisi, demak, monarxistlar o'sha qoldiqlari Chor imperiyasining va juda ko'plab rus burjua partiyalari, kadetlar, har xil partiyalar bor edi va bu ikkinchi kuch desak, lekin ularning ikkovining ham maqsadi Turkistonda hech qachon hokimiyatni berish emas. Hokimiyatni o'zlarida saqlab qolish, qanday holatda bo'lsa ham. Va uchinchisi, demak, bolsheviklar o'sha sinfiy kurash nazariyasiga asoslangan holatda, demak, nima qilmoqchi edi? Inqilobni amalga oshirmoqchi edi va baxtga qarshi ularning orzusi amalga oshdi. 17-yil oktyabrga kelib, demak, mana shundan 24-yilgacha davom etgan davrda nima voqealar sodir bo'ldi ko'ramiz desangiz, bu yerda birinchi qilgan ishi o'sha 17-yil 3-syezdda Toshkentda Xalq komissarlar Soveti birorta musulmonga birorta o'rin bermadi. Va bu, demak, ochiqchasiga Qizil imperiyaning belgisi sifatida musulmonlar, jadidlar tomonidan qarshi olindi va 17-yilning 27-noyabr kuni Qo'qon shahrida ularning anchadan beri aytilib kelinayotgan muxtoriyat, Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi va hamma narsa shuni ustida boshlandi. O'sha paytda Munavvar qorilar, Behbudiylar, buni g'oyaviy otalari bo'ladigan bo'lsa, Mustafa Cho'qaylar, o'sha Muhammadjon Tinishbayev, Ubaydulla Xo'jayevlar bu o'sha qisqa muddatda bir 70 kun davomida, demak, bir sharqda bir o'ziga yarasha milliy demokratik bir respublikani yoki boshqaruvni joriy qildi va bu 18-yilning fevralidayoq, demak, qonga botirildi. Mana shundan keyin endi demak bir hodisa sodir bo'ldi, ya'ni milliy ozodlik kurashi. Ya'ni qisqa muddatda o'sha 24-yilgacha asosiy voqealar Katta Kichik Ergash, Muhammad Aminbek, Sher Muhammadbek, Omon Pahlavon, bu nimada Buxoro amirligi hududida, demak, o'sha Abduqahhorbeklar, Ochildovlar, Ibrohimbek Laqaylar, Xorazmda Junaydxonlar, demak, hayot mamot jangi bo'ldi. Bu janglarda, demak, 100 minglab odamlar yo'q qilindi. Ya'niki 1920-yil bitta narsa, Xorazmni ag'darish rejasi bu bolsheviklarning emas, allaqachon, demak, imperiya davrida bu bor edi. Buxoroni to'xtatish, yo'q qilish rejasi bor edi, faqat vaqt masalasi edi. Lekin o'sha 8 yilning ichida bolsheviklar buni amalga oshirdilar va 20-yilning fevralidayoq, demak, Xorazm Xalq Jumhuriyati 20-yilning o'sha avgust-sentyabr oyida Mixail Frunze boshchiligida, demak, dahshatli darajada samolyotlardan foydalanib Buxoro tugatildi va ularga vaqtinchalik xalqaro nima uchun, masalan, xalq hokimiyati berildi, lekin bu 21-yilning 6-martida Polvonniyoz Hoji Yusupov boshchiligidagi yosh xivaliklar hokimiyatdan chetlatildi va 24-yilgacha nomigagina ushlab turildi. Buxoroda bu ozgina kechikkan 23-yildan, demak, amalga oshirildi va shu 24-yilning eng oxirgi yakuni biz shunday deb aytishimiz mumkinki, milliy hududiy chegaralanish, go'yoki millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash. Hamma muammolarimizning, demak, bugungi, masalan, chegara muammolar, suv muammolar yoki bo'lmasa alohida millatlar yaratish, 1000 yil davomidagi musulmon Turkiston degan, demak, g'oyalar parchalanib bir millatdan 5 millat yaratildi. 5ta bu milliy hududiy chegaralanish. Bu 17-24-yillar voqealari edi. Keyingisi esa, demak, o'sha Buxoro Xalq Shura Jumhuriyati, Xorazm Xalq Shura Turkiston avtonom respublikasini birlashtirgan holatda, demak, milliy hududiy chegaralanishning yakuni O'zbekiston SSRning tashkil topishi bilan tugallandi. O'zbekiston SSR albatta bizning bugun tan olingan Birlashgan Millatlar tashkilotiga kirgan bugungi chegaralarimiz va uning taqdiri 1925-yildan 1991-yilgacha bo'lgan davrni, demak, o'z ichiga oladi. Bu Sovetlar davrida tuzilgan O'zbekiston SSR. O'sha 25-yilning 13-fevral kunida Buxoro shahrida
demak umum o'zbek birinchi qurultoyi bo'ldi va o'sha paytda rasmiy poytaxti sifatida Samarqand tan olindi va shunday bir hudud hozirgidan ozgina farq qiladi va 30-yilda bu poytaxt Toshkentga ko'chirildi. Bu juda qiziq savol, nima uchun Toshkentga ko'chirishi, bu yerda ham ko'p savollar bor. Yechimi nima emas, qanday bo'lgan, haqiqatan Fayzullo Xo'jayev nega demak keyinchalik bu masalaga qaytmadi. Endi 25-yildan bu davrda ham katta davr bo'lgani uchun 70 yil bo'lgani uchun boyagisi 7 yil edi. Endi taxminan 65-91 gacha bo'lsa 25 dan 70 yil deb aytishadi. Demak bu 70 yilni ham biz 4 ga bo'ldik. Ya'niki 1925-yildan 40-yilgacha. Tasavvur qiling, bu ya'ni Sovet andazasiga solish. O'zbekistonda alohida bo'lib olgandan keyin, Turon Turkiston o'sha musulmon tuyg'ulari yo'q bo'lgandan keyin O'zbekiston yakkalangan O'zbekiston hududida endi juda qattiq bir siyosat bilan sovetlashtirish boshlangan. Bu 20-yillarda yer suv islohoti deb boshlanadi. Kollektivlashtirish deyiladi. Minglab xo'jaliklar Sibirga, Ukrainaga quloq qilib ko'chirilgan va sazlak, ya'ni O'rta Osiyoda lagerlar tashkil etilgan. Ya'ni bizning 1000 yillik xo'jaligimiz izdan chiqarildi va o'sha mulkdor toifa, bizdagi o'sha dehqonchilik madaniyatiga ega bo'lgan mulkdor toifa sifatida yo'q qilindi. O'rniga demak kolxozlar tuzildi va bu kolxozlar bilan Sovet xo'jaligini, planli xo'jaligini boshqargan bu 20-yillarda tan olinmaydigan o'ta dahshatli demak bir qatag'on edi va bu ocharchilik bilan birga ketdi. Ikkinchi bir narsa, mana shu davrda yakuni kulminatsiyasi 1937-38-yillardagi katta qirg'in. Endi bunda o'sha xo'jalik masalasida, sanoatlashtirish degan masalada amalga oshirib bo'lgandan keyin mana shu ishlarni amalga oshirgan, qalbining tub-tubida milliy davlatchilik shuuri bo'lgan, uni yorqin ifodalay olmaydigan, yorqin ifodalovchilar 29-31-yillarda o'sha munavvar qorilar bilan yo'q qilgan bo'lsa, 37-38 katta qirg'inda yoppasiga. Endi o'sha partiya davlat arboblari Fayzullo Xo'jayev, Akmal Ikromov, o'sha Davlat Rizayev, o'sha Islom Akbar Islomovlar bo'ladigan bo'lsa, hamma ko'zga ko'ringan odamlar bo'ladigan bo'lsa, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, olimlar, G'ozi olim Yunusov, bular birorta demak harbiy darg'alar Germaniyada o'qib kelgan, hali o'sha paytdagi eng kuchga to'lgan qismgacha demak yo'q qilib tashlandi va kulminatsiya demak 37-38 katta qirg'in bilan demak endi o'sha orzu qilish masalasi. Qarang, bu xuddi 1700 o'sha Pyotr orzusidan boshlangan jarayon uzluksiz ketyapti. Uzluksiz ketyapti. Ya'ni Qo'chirq bizga tanish. Garchi oq podshoning Farg'onada Skobelov amalga oshirgan vahshiylikni, Stalinning amalga oshirgan vahshiyligi yoki bo'lmasa o'zbek ishidagi amalga oshirilgan narsadan farqi yo'q. Demak, nima uchun bitta deyapmiz va oqibati ham tabiiyki bitta bo'ladi. Endi mana bu yerda biz ko'rib chiqayotgan paytda o'sha 37-38da kulminatsiyasi deb yakunladik. Endi ikkinchi davr, ikkinchi jahon urushi. Go'yoki ko'pchilik hozir ungacha bo'lgan davrda, katta qirg'inga davrida to'xtab turadi-da, ha, u zamonlar juda og'ir bo'lgan, ocharchilik bo'lgan, Sovet davlati o'ziga ishonish uchun bir narsalar qilgan, urush davrida yaxshi bo'lib qoldi-ku, urush davrida bitta Sovet odami paydo bo'ldi-ku, ha? Bu nechinchi yillar? 41-yildan 53-yilgacha. Aslida endi yoppasiga erkaklarni olib chiqib ketdi-da, demak, urushga qo'liga qurol bermay tiqib yubordi. Endi ichkarida demak, ichkarida bir lahza ham qatag'on tugagani yo'q. Xavfsizlik xizmati arxivlarida faqat Sovet davlati 37-38-yil arxivlarini ochishga ruxsat bergan. Urush sharoiti bo'lgani uchun go'yoki bu yerda qilingan vahshiyliklarni demak ochmagan. Ya'ni Sovet davlati buni boshqargan. Ya'ni go'yoki 37-38, ha, u payt stalinizm edi. Lekin 50-yillar Xrushchev davrida ham tugagani yo'q-ku. KGB qachon odam bo'ldi? To'g'rimi? Bu narsani shu yerda urush davrida faqat nimani ko'ramiz? 100 dan ortiq
korxonalar ko'chib keldi. Masalan, o'sha aviatsiya zavodiga o'xshagan, mashinasozlik zavodiga o'xshagan majbur demak katta sanoat ko'chib keldi. 1,5 million odam ko'chib keldi. Va endi haqiqatan ham ishchilar sinfi degan sinf, ishchilar shaharchalari paydo bo'la boshlaydi va mana bu davrda demak sovet sanoatining bir demak qismiga aylanadi. Endi ularning ichida 200 ming bola ham kelgandi va mana shu yerda o'zbek millati o'zining yana bir xususiyatini ko'rsatdi. Ya'niki o'sha bolalarni o'zini bag'riga olish, ya'ni o'sha genofonni saqlab qolish. Bular hozir hamma joyda bor. Men o'tgan yili bu yil menimcha Turkiyada bo'ldim. Bir opa bor ekan, Qrim tatarlardan ekan, ular bir tarixini aytib berdi. Butun o'tirgan odamlar yig'ladi. Qashqadaryoda tug'ilgan ekan, onasini bilan bo'lgan voqeani yoki chechenlar, ingushlar bir voqealarni aytib beryapti, qanday olib ketilgan. Hozir YouTube'da aylanyapti. Demak, ular O'zbekistondan boshqa joyda bo'lganda yo'q bo'lib ketardi. Bizning millatimiz eng qiyin paytda ham, ya'ni asosiy juda ko'p voqeaning ichida biz asosiy nuqtalarni sanayapmiz. Tasavvur qiling, nima uchun bunaqa deyapmiz? Chunki biz 35 yildan beri hali o'sha 10 tomlikmi, 2 tomlikmi, necha tomlikdir tarixni yarata olmayapmiz. Demak, tarix hamma narsa voqea o'tib ketgan bilan, demak, xulosamizga yaqinlashyapmiz endi. Demak, mana shu yerda urush davridagi mana shu ikkita nuqta bor. Ya'ni bizga ikkinchi vatan bo'lgan joylar bor. Ya'ni asr bo'lib kelgan yaponlar va 60-yillarda ularning o'zbeklarga o'zini asr bo'lib kelgan O'zbekistonga yozgan xatlari bor. Minglab xatlar bor. Bular bor yo'g'i bizda 30 mingta kelgandi. Vaholanki 500 mingta asir olingandi. 500 mingtadan asosiy qismi Ukrainada edi, masalan, Rossiya hududida edi. Birontasining mozorini topmadi. O'zbekistonda hamma mozori, hatto qo'ygan lapatkasigacha turganini ko'rdi. Demak, o'zbek millati, O'zbekiston o'sha dahshatni ichida o'zining insoniylik tarixini yarata oldi. O'sha 53-yilgacha bo'lgan davrda aytayapmiz. Demak, bu necha yil bo'ldi? Demak, 41-53 bo'lsa 10 yil. Stalinning so'nggi davrida oson kechgani yo'q, ikkita narsani jahon urushi ketayotgan davrda. Qirg'inlar to'xtagani yo'q. Va uchinchisi Xrushchev davri deyishadi. Xrushchev davri iliqlik deydi va bizda Sharof Rashidov, Sharofatani davri deymiz. Bu albatta hozir haykal qo'yildi, xabarlaringiz bor. Jizzaxda Sharof Rashidovga katta, ya'ni juda uzoq muddat O'zbekistonni boshqargan. Bu davrga biz qanday baho beramiz? Ya'niki bu ham kattagina 30 yillik davr. Boshqalar bo'lsa sovetshunoslar ko'pincha kommunizm davri ekan, kommunizm o'tib ketib qolgan ekan deb eslashadi. O'sha kommunizm davrida haqiqatan birinchi savol kommunizm bo'lganmidi? Bo'lgan bo'lsa qaysi sohalarda? 1966-yilda Toshkentda zilzila bo'ldi va bu zilziladan keyin Toshkent shahri haqiqatan ham juda katta qurilishlar amalga oshirildi. Bir Navoiyga o'xshagan, Zarafshonga o'xshagan sanoat shaharlari paydo bo'ldi. 2, demak katta urbanizatsiya, modernizatsiya ketdi. Fanlar akademiyasining ko'plab institutlari paydo bo'ldi. Oliy ta'lim haqiqatan ham avvalgilarga nisbatan ancha yuksak darajaga chiqardi Sharof Rashidov davrida. Yana nimani aytish mumkin? Masalan, Osiyo kino kunlari deymiz, adabiyot kunlari deymiz, shunaqa bir nimalar o'tkazildi. Katta-katta Samarqandning nechadir yilligi o'sha tarixga munosabatlar demak amalga oshirildi. Bu demak madaniyat sohasida o'sha iliqlik davrining voqeliklari sifatida qurilgan shaharlar, o'zlashtirilgan yerlar. Ikkinchi tomoni esa parallel ravishda demak millat nafas oldimi desangiz yo'q. Million tonnalab paxta vasvasasi, paxta monokulturasi. Mana shunga inson resursi ham, yer resurslarimiz ham, yerimizda hozir demak taxminan 4 million gektar yerimiz bo'lsa, 2 million gektari o'sha eroziyami qanaqadir kasallikka uchrab, Sharof Rashidov davrida o'zlashtirilgan joylarning bugun qarasangiz katta Sirdaryoda nimada yotibdi, cho'l quvorlar bo'lib, cho'lda shaharlar qurgan edik. Ko'pchiligi bugun iqtisodiyotimizga yuk bo'lsa, bu nima emas, yutuq emas va o'sha bor yo'g'i sovet rejasini bajarish uchun va mana shu orqasidan butun dunyoga yetarlik demak orol muammosi, iqtisodiy demak nima deydi, ekologik bir fojia yaratildi. Shuning uchun bu davr masalasi ham ikki xil baho beramiz.
to'rtinchisi yana bir 8 yilligimiz bor. Bu 1000 ya'ni Sharofat otadan keyin 1983 dan 91gacha. Buni ko'proq demak mustaqillik ostonasida deymizmi, qayta qurish deymizmi? Bu davrning o'ziga xos xususiyati umuman 80-yillarda ma'lum bo'ldiki, Sovet davlati demak eng oxirgi nuqtaga kelgan, qulashi muqarrar holatga kelgan va buni anglagan demak o'zining eski an'anasiga ko'ra kimnidir jazolash kerak. Kimnidir demak aybni kimningdir bo'yniga qo'yish kerak va eng bechora, eng o'sha yuvosh xalq, o'zbek xalqi, o'zbek ishi, paxta ishi va kadrlar desanti ko'rinishida bo'ldi va bu fojialar, bu voqealarning hammasi bizi tariximizda o'zining izini qoldirdi va paxta ishi masalasida demak SSRga juda katta bir nafrat paydo bo'lib qoldi. Chunki minglab odamlar o'zini yoqqan ayollar ko'payib ketdi. O'zini demak arizalar Moskvani to'ldirib yubordi va bu voqealar demak shunaqa ko'rinishda ketdiki, hozirgi kunda biz o'zim nima bo'lgan, ishtirok etgan bir voqeani aytay. Ichki ishlar vazirligida biz jadidlar davrini kitob qildik, bitta kitob va paxta ishini oxirgi qatag'on sifatida qilmoqchi bo'lganimizda shunaqa dahshatli narsalar ko'zimizga ko'rindiki, vazirlikning o'zi demak to'xtatdi. Chunki bir-biriga bog'lanib ketgan fojia bor bu yerda-da. Va hattoki o'sha shunday bir Oliy sud raisini O'zbekiston Po'lat demak Sa'dulla Po'latxo'jayev degan kishi, O'zbekistonning bosh prokurori, general, xullas o'shani o'zimizning eng katta ichki ishlarimiz demak eng og'ir nimaga xullas voqealar 37-yil qanday jarayon bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday jarayon chiqarib bo'lmaydigan darajada voqeliklar bo'lgan. Ya'ni Gidlian Ivanov qanaqadir eski o'sha paytlardagi shayton uyg'onib ketib qolgan odamlarning o'rtasida va ularda amalga oshirgan, gapirib bergan ayollarni qiynoq usullarini ko'rsangizki, demak hech 80-yillarda bo'lgan deb o'ylamaysiz. Shunday voqealar bo'lyapti. Xorazmda o'zimiz borib ko'rganimizda xotinni chiqarib yuboryapti, o'g'illarini tez-tez ishga jo'natyapti-da, 8 marta o'ziga pichoq urayapti-da, o'layapti. Kolxoz raisi, uning o'sha buxgalter bo'lib kelgan, Toshkentda ishga qol degan, olimsan degan, yo'q, men kolxozimga raisim uchun meni 5 yil o'qitdi deb borgan odam gapirib beryapti. Men o'sha buxgalter bo'lib kelgandim, Toshkentdan voz kechib kelgandim. U xullas meni sotmaslik uchun, ya'ni menga bir kun ruxsat beringlar, shunday xayrlashib kelay, hamma aytganlarini qilaman degan bir kun vaqt olib keldi. Borib demak o'zini o'ldirdi. Bu bilasizmi 85-yil, 86-yil bo'layotgan voqealar. Demak, bu voqealar minglab, demak shu ko'rinib turibdiki, 89-yilga kelib esa butun ittifoq ma'lum bo'ldi ketayotganiga. Bu Sovet davlatining o'sha nimasi bilan, tashqi ishlardagi o'sha Afg'onistondan chiqishi bilan demak va Islom Abdug'aniyevich hokimiyatga kelishi, biz 90-yil 20-iyunda mustaqillik deklaratsiyasi, 91-yil avgust voqealari, GKChP va demak mustaqilligimiz e'lon qilindi. Voqea demak mana shundan iborat. 200-300 yildagi umumiy voqealarimiz shundan iborat. Endi xulosalar deb ikki qismdan iborat degandim. Birinchi bo'limga, ya'ni 150 yilga xulosa qilamiz. Qarang. Nima uchun biz o'sha 150 yilni bitta nima davr deb oldik? 150 yilda nimalar bo'ldi? Endi bu yerda Fayzulla Xo'jayev 1935-yil chop qilingan kitobida o'sha paytdayoq juda to'g'ri baho bergan edi va bugun ham ko'zimizni ochishga majbur qiladigan gap bor bu yerda. Ya'ni Fayzulla Xo'jayev aytadiki, qanchalik mustamlakachi Chor Rossiyasi O'rta Osiyoga qiziqayotgan bo'lsa, o'zining mustamlakachilik maqsadlari bilan O'rta Osiyodagi jahon taraqqiyotidan ortda qolgan davlatlar va ularning savdo doiralari o'zlarining manfaat o'sha bozor, Yevropa bozorlari mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji uchun Rossiyani qo'yniga shunchalik kirib borayotgan edi deydi. Ya'niki qiziqish ikkita tomondan. Biz agar bir davlatga bugun bolalarimiz o'qishga ketayotgan bo'lsa, bugun savdogarlarimiz qiziqayotgan bo'lsa, u ma'lum bir imtiyozlar berayotgan bo'lsa, demak
bu o'sha 150 yil oldingi xulosadan chiqarishimiz kerak. Otabekning Shamay voqeasini eslang, demak, mana shunday bo'layotgan edi va ikkinchi bir narsa rus sharqshunosligi. Rus sharqshunosligini biz chuqur o'rganishimiz kerak. Bu yerdan yozilgan narsalarni hamma narsani bilamiz. Olimlarimiz hamma narsa hech qachon bu mavzuda bironcha dissertatsiyada bu yerga kelgan odamlar nima bo'lgan? Xorazmda nechta tatar o'qigan? Masalan, shu voqea bor. O'sha 1873-yil avgustda Feruzning oldida, Feruzning o'rnidan Qozi Kalon Salimoxon kelganda bir o'risni juda qattiq kuzatadi. Keyin taniydi, tarjimonlik qilib yurgan. Ha, mening eng yaxshi Buxorodagi talabam eding, ha, sen eding, ha deb so'k xafa bo'ladi. Sen demak shu maqsadda men o'qituvdimmi? Sen endi eng iymonlimiz, oramizdagi eng katta kelajakka ishongan edik-ku. Yoki Marjoniylar, Qursaviylar orasidan shunday olimlar ham chiqdi. Lekin imperiyaga xizmat qiladigan shunchalik katta, demak, juda ko'p talabalar o'qigan, juda ko'p voqealar. Demak, bu voqea xulosamizni, buni tadqiqotimizni ko'rish kerak. İmtiyozlar natijasida faqat demak savdo doiralaridan emas, potomstvenniy grajdaninni demak nima Toshkent savdogarlari Said Azimboylar ancha oldin olgan edi. Ancha oldin olgan edi va kerak bo'lsa holigacha bu narsa davom etadigan bir avlodli davom etadi. Ikkinchi narsa saroy amaldorlarining ichida, keyin hattoki ulamolar ichida katta bitta toifani tashkil qilgandan keyingina erkin harakatga kirgan. Dunyo shunday mustamlaka qilinadi. Endi ikkinchi bir narsa o'zini aytdikki, Yevropa bilan, mana shu yo'l bilan, boyagi 3 ta soha bilan bizning chegaramizning oxirgi nuqtalarini oldi. Bu qozoq dashtlaridagi demak insonlar, bu voqealar bor. Eslab ko'ring, Turkman biylari birdaniga juda asabiy bo'lib qoldi. Mallaxonga birdaniga qozoq demak biylari juda katta bir shartlar qo'ya boshladi. Qoraqalpoqda tez-tez qo'zg'olon ko'tarila boshladi va uning orqasidagi tabiiy sabablar bor. Sharqshunoslik aytdik, o'sha izidan. Keyin demak oxirgi masala yopiq eshiklar masalasi. Men shu yerda bitta narsani aytardim, diqqat qilishda. Masalan, yopiq eshikda ko'pincha qarasangiz o'sha paytlarda Britaniyaning xalqaro konferensiyalaridagi ishtirokini ko'rasiz. Xalqaro konferensiyalarda nima uchundir Rossiyani Hindistondan qizg'anaveradi. Hindistonni bular bosib oladi, ma'ruzalar qanaqadir PR-ga o'xshab ko'rinadi. Juda ko'p, go'yoki katta o'yin Hindiston uchun Rossiyaning nima kuchi bor? Tasavvur qiling o'sha payt uchun. U yerda boshqa bir narsa bor edi, ya'niki Britaniya qizg'anyapti, Finlandiyaga borib qo'ydimi, Polshaga borib qo'ydimi? Eslab ko'ring, Balqonda uyg'onish ketyapti. Va nima Umar Sayfiddinning she'rlarida bor. Christmas nash deydigan, ya'ni Konstantinopol bizniki. Mana bu voqealar Britaniyani aslida qo'rqitgan narsa, demak, rus ayig'ining Yevropadan itarish. Yevropani bermaslik va savdoga demak Hindistonni ko'rsatgan holatda va voqealar shunday bo'ldiki, endi bizning doimiy podsholarimizni oqlamoqchi emasmiz. Tabiiyki, ular o'rta asrcha tafakkurga ega edi. Ular boya diplomatlarni aytdim. Xudoyorxonning ham o'sha aytilgan insonlar juda kuchli odamlar edi. Ikkinchi bir narsa bor. Doimiy elchixonaning bo'lmasligi. Doimiy elchixona, doimiy kuzatuvda edi-ku Amir Temur davrida. Boshqa davrlarda ham bordi. Bu davrda demak boshiga ish tushganda yugurib boradigan choparlar bor. Lekin bu paytda Yevropa buni jiddiy qabul qilgan emas. Yevropa diplomatiyasi va xalqaro huquqning o'zgarishini demak bizni xonlarimiz anglamadi. Natijada bu muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Ikkinchi demak oxirgi xulosalar sifatida shuni aytib o'sha maxfiy kelishuvlarda oxirgi qismi nima? E'tibor bering, bizga Sherali xon, ya'ni Afg'onistonning xoni mutlaq dushman bo'lib qoldi. Hech narsa jo'natmadi. Birortasi. Keyin bolsheviklar bilan ham shu ishni qildi. Eron ham xuddi shunday vazifani o'tadi. Ya'ni buning siri demak yopiq eshiklarning orqasida bo'lgan edi. Shuni evaziga Afg'onistonda demak bizning kattagina mulkimiz 9 viloyat deb hozir dunyoga jar solayotgan o'zbeklar masalasi qachon ketib qoldi? Buni biz bilmaymiz. Chunki biz mustamlaka edik. Biz bilamizki, shu yerlarda o'zbeklar yashaydi. Qachon ketib qoldi?
qaysi bitim asosida, qaysi xonimiz bunga imzo chekdi? Demak, mana bu masala, demak bu davrning, o'sha 150 yillik davrning va musulmon do'stlarimizning nimasi bu demak. Ikkinchi bo'limning ahamiyati nimadan iborat? Ikkinchi bo'lim boyagi 50 yil. Ya'ni Iskanjadagi 50 yil. 67-yildan 1917-yilgacha bo'lgan 50 yil. Bu 50 yil haqiqatdan ham juda katta yo'qotishlar bo'ldi. Demak, imperiya bilganini amalga oshirdi. Vassal xonlarni imkon qadar demak zaiflashtirishga harakat qildi. Lekin ikkinchi biz bir ko'radigan narsa bor. O'sha aytildiki, masala temir yo'lida emas, masala olib kelingan o'sha nimasida emas, milliy uyg'onish paydo bo'ldi. Milliy g'oya paydo bo'ldi. Jadidchilik paydo bo'ldi. Qarang, mana shuni oxirida Madaminbeklar qo'lida quroli yo'q, boshida podshosi yo'q. Qarang, jangga chiqyapti. Onalar bolasini beryapti. Chunki g'oya bor. Kecha Muzaffariddin paytida, Feruzxon paytida nima yo'q edi? G'oya yo'q edi. Jangchilar urushardi, xalq tomosha qilib nima qilardi? Ya'ni bizga o'sha 50 yil iskanja bizga g'oya berdi. Xudoyorxonni nevarasi bu yerda o'tiribdi. Masalan, Said Azamatbekni qarang, Said Islombekni qarang. Bitta xonning avlodlari Muhammad Temurbekni hammasi darslik yozyapti. Ya'ni jadidchilik, Fansurullo xonning ma'rifatlar kecha bobosining davrida juda katta muammo bor edi. Endi bo'lsa, demak, orada 50 yilda jadidchilik bizga Behbudiyni berdi, bizga Munavvar qorini berdi, bizga milliy matbuotni berdi, bizga teatr san'atini berdi, Yevropa madaniyatini olib keldi va bu yangi maktablar orqali yangi bir avlodni bugun biz orzu qilayotgan, demak, bugun biz yashayotgan, bugun biz bo'ynimiz bilan mas'ul bo'lgan zamon uchun, demak, yangi O'zbekiston g'oyasiga eng nima g'oya deb prezident tomonidan aytilgan jadidchilik g'oyasi. Ya'ni shu 50 yilda oxirida demak mana shu insonlar paydo bo'ldi. Bu bir jihati. Ularning eng qizig'i hozirgacha nima qilayotgan Turkiston va Turon g'oyasi. Turon g'oyasi bugun kim uchun jozibali? Hattoki Turkiya uchun, Turk davlatlar tashkiloti deb, demak, taxminan dunyoga tushuntirish uchun ular ham kimga murojaat qilyapti? Nega Ismoilbek G'aspirali tez-tez tilga tushyapti? Nega bu voqealar tez-tez tilga tushyapti? Demak, biz o'tgan asrning eng katta xulosasini demak shu yerda ko'ramiz. Endi katta o'yinni tushunishimiz bu 50 yillikda ham juda ham muhim. Va mana shu sinovlar orasida demak bir ulkan bir ilmiy tarixiy maydon paydo bo'ldi, g'oyaviy maydon paydo bo'ldi desak bo'ladi. 3-bo'limning ilmiy ahamiyati, akademik ahamiyati nima? Boyagi 8 yil, 17-yildan 24-yilgacha eng katta dahshatli qirg'inlar bo'lgan Misrovka, ya'ni Oq imperiya Qizil imperiyaga aylanishi. Endi bu davrning ilmiy ahamiyati shundaki, Milliy universitetda taqrizchi sifatida ishtirok etdim. Katta olimlarimiz, tarixchilarimiz, ha jadidlar aldangan, ha Fayzulloh Xo'jayevlar aldangan, ha shu olimlarimizning ongida bor bu. Tarixchilarimizning ongida haligacha bor. Ya'niki go'yoki kimlardir 17-24-yilda ishongan. Leninga ishongan, uning g'oyalariga. Bu aslida eng katta yolg'on edi. Ular tanigan ham yo'q, bilgan ham yo'q va buni Sovet bolasini tarbiyalash uchun Sovet tarixi demak bizda shunday deb o'ylaydigan, ya'ni bosmachilar bo'lgan, qizlarni zo'rlagan, bachavozlik qilgan boshqa soxta tarix yaratdi. Tasavvur qilyapsizmi? Shunaqa kinolar yaratdi, shunaqa filmlar oldi, Yashasho'ra o'sha Qora kamar voqealarini eslang, o'sha voqealarning hammasi bu Sovet mafkurasining ishi edi. Bu davrda o'rganishimizning nimasi? Mana shu soxta tarixni ag'darib tashlash. Hech qachon ishchi dehqon amalga eng yomoni bilasizmi? Bizdan o'sha qochib ketganlar Turkiyada, Amerikada, Afg'onistonda soxta tarixni tarqatdi. Bugun ularning xotiralarini o'qisangiz ham o'sha josuslarning tarqatgan narsasi bo'ladi. Go'yoki Amir Olimxon unday qildi, bunday qildi, jaholatning qurboni edi. Ya'niki butun dunyoni, nafaqat bizni, butun dunyoni 50-yillarda chiqqan Turkiyadagi xotira kitoblarga qarasangiz, hech qachon bo'lmagan voqealarni, demak shu darajada qildiki, Turkiyaning ongida, demak Sovetlarda haqiqatan ham inqilob amalga oshirildi degan narsani. Bu o'sha Jon Ritning kitobi bor, dunyoni titratgan 10 kunmi? Bular hayron bo'lgan Germaniyaga borib, shunaqa katta tashviqot qilyapti yahudiylar.
go'yoki insoniyatning yangi bir taraqqiyot bosqichi, insonlarga baxt, qip-qizil qon Turkiston. Lekin ularda hech narsa ko'rmaydi. Demak, mana 17-24-yillarda demak amalga oshiriladigan narsa. Men endi hozir ataylab makro tarix gaplashamiz deb ko'rsatmadim. Shunday voqealar bor. Biz aytamiz, Fayzullo Xo'jayev sotqin, bolsheviklarni olib kelib Buxoroni qonga botirdi. Lekin biz bitta faktni oynada e'lon qildik. Koganda bular soxta yosh xivaliklar, yosh buxoroliklar partiyasini tuzib, na Usmonxo'ja bor, na Fayzullo Xo'ja bor. Shunaqa maxsus operatsiya qilganki, quroli kimda bo'lsa, aql kimda bo'lsa, o'sha jangda bunaqa nomard jangda yutish imkoniyati katta-da. Va bu yerda shunaqa demak o'tkazyaptiki, borasan, kimda kim qochadigan bo'lsa, otini pulini to'laysan, demak amirga yaqin bo'lgan odamni o'ldirasan, o'ldirilgandan boshqa qilib, butun bu narsani xat bilan yozib amalga oshirgan va har bir insonni narxini qo'yilgan. Hali Buxorodagi voqealardan oldin. Shuning uchun bu narsani e'lon ham qildik. Endi demak xullas Chor Rossiyasi 50 yilda amalga oshirmagan vahshiylikni sovetlar, bolsheviklar o'sha 8 yilda shiddatli tarzda tez, intensiv va qonli amalga oshirdi va 24-yilda o'sha milliy chegaralanish siyosati. Shuning uchun bu voqealarning hammasi o'sha Turon birligi, musulmon birligi degan tushunchalar allaqachon 24-yilda o'zining demak nimasini yo'qotdi, ahamiyatini yo'qota boshladi. Yangi millatlar shakllandi va endi 1900 bu xulosa qismimizda. Demak, biz asosan shu rakursdan qarab agar tarix yaratadigan bo'lsak, avlodlarimizni yoki bo'lmasa qaysidir ma'noda nima qilish mumkin? 25-91-yillar tarixi haqida demak aytishimiz mumkinki, ha bu milliy zulm, repressiyalar ayni paytda o'sha ekspluatatsiya davri sovetcha shakldagi. Endi hujum amalga oshirildi, ayollarimizda vaziyat o'zgardi. Hujumdan keyingi ayollar va hujumgacha ayollar, jamiyatdagi, oiladagi o'rni masalasi. Endi demak islom o'zbek oilasidan siqib chiqarildi, forma tashkil qilindi va eng qizig'i demak endi o'sha yosh buxorolik, yosh xivalik degan tushunchalar haqida aynan Fayzullo Xo'jayevlar aynan Xivadagi insonlarning o'zlariga tarix yozdirdi. U tarixlarda endi odamning kelib chiqishi uchun, normal odam bo'lish uchun demak o'zining kelib chiqishini albatta yalang'oyoqlik, albatta hech qanday demak hammasiga qarasangiz sovet shaxslarining qarang, onam demak kir yuvuvchi edi, boylarning nimasi edi, kambag'al bo'lish faxr va hech qanday tagi zoti yo'q odamlar qilib tarbiyalangan va u uyat hisoblangan. Ya'ni aslzoda qanaqadir va u o'lishi kerak bo'lgan odam hisoblangan. Shunchalik sen demak amir amaldorining farzandimisan, yashashga haqqing yo'q. Sen o'ldirilasan va o'sha statiyaga joy-joyiga tushyapsan. Mana aynan shu yillarda shu amalga oshirildi. Masalan, Fayzullo Xo'jayev bo'ladimi, Akmal Ikromov bo'ladimi, Sultonbek Xo'janov bo'ladimi? Demak, milliy elitaning o'sha eng oxirgi qismi ham olib tashlandi. Sovet davlati shu darajada. Endi yaxshi tomoni ham bormi desangiz, bor. Bizlarda chegara paydo bo'ldi. 91-yil mustaqillik qo'lga kiritgan paytimizda demak davlat karkasi bor edi. Biz katta narsa yo'qotmay Birlashgan Millatlarga qabul qilindik. Nomiga bo'lsa ham demak qanaqadir hukumat tuzilmalari bor edi. Mana bu narsa bizni foydamizga o'ynadi. Keyin endi umumiy xulosalar masalasida nima qilamiz? O'ylayman, umumiy xulosalarga keladigan bo'lsak, qarang bu narsalar 300 yil davom etgan narsalar hamma sohada, ya'ni sovet qoldig'i hamma sohada bizni ta'qib qilyapti. Qarang, 17-yilda har bir shaharda bitta partiya bor edi. O'sha Ravnaqil Islom, Taraqqiyparvarlar partiyasi, hech kim yuragi yorilib ketmasdi partiya tuzaman deganda. Endi tarixshunoslikka faqatgina o'zim shu sohada bo'lganim uchun aytaylik. Tarixshunoslikda masalan menga ko'rinadigan narsa, bizlar tariximizni oling 80-yillarga baho bera olmadik. O'sh fojiasi, Farg'ona fojiasi aslida nima bo'ldi? Demak, haligacha o'sha qo'rquv bizlarda demak voqea. Studentlar janjali deymiz yoki bo'lmasa juda katta narsalar. Ya'niki u narsalar 91-yilda yo'qolganday, qog'ozda yo'q.
lekin ongimizda u yashab yotibdi. Dekolonial tafakkur shuni uchun kerak. Demak, biz mana shu katta fojialarni to'liq holatida ongimizga singdirmagancha biz bir-birimizga kerakligimizni hech qachon his qilmaymiz. Bir-birimizga suyangan paytdagina xalq bo'lishimiz, bir-biri qudrat bo'lishimiz, davlatga egalik qiladigan, bayroqqa egalik qiladigan odam bo'lishimiz bilmaymiz. Dekolonial tafakkurni biz qancha tezlashtirsak, bizni shu fojialardan, kundalik fojialardan qutqaradi. Hattoki u oilamizga kirib ketgan, hattoki u do'stona munosabatlarimizga kirib ketgan. Hech kim bilan do'st bo'la olmaysiz, bo'lmaysiz. Chunki kechagi tarixga qarang, shu narsalar siz ongingizning ostida yashaydi. Dekolonial tafakkur esa bizni demak taxminan o'sha bir paytlardagi o'zbekni bizga shu narsa qaytarib beradi. Endi shu so'zlar umuman olganda ba'zi narsalar boshqaroq ko'rinishda ham ifodalash mumkin, lekin shu narsani suhbatimiz boshlanishidan oldin Kanadadan professor Dilshora Komil kelgan, o'zini fikrini aytib, nima qilib, keyin savol-javobga o'tsak. Ruxsat berasizlarmi? Assalomu alaykum hammalaringizga. Avvalambor mana shunaqa bir ajoyib bir mavzu ustida suhbat bo'layotganidan juda ham mamnunman. Bahrom aka, sizga katta rahmat. Endi bitta savol bermoqchi edim. Savol berishdan oldin o'zimni endi sotsiolog yoki jamiyatshunos sifatida mavzuga munosabatimni bildirmoqchiman. Mavzuni ko'rganda o'yladimki, nima uchun bu yerda mustamlakachilik va zulm rakusidan qaralyapti? Chunki mana Fitratda bir juda ham mashhur gapi bor. Bu haligi birlashmaslik va zalolat mustamlakachilikni osonlashtiradi deb aytadi. O'sha uchun ham o'ylaganimki, nega Turkiston bosib olinadigan darajada zaiflashdi degan savolni o'rtaga tashlasak, menimcha bizni bugungi rakusimiz to'g'riroq bo'lardi deb o'yladim. Chunki juda katta bir imperiyalarga qaraganda ularni bo'linishiga sabab bo'lgan asosiy sabablar ichida bo'lgan. Mana Rim imperiyasini olamizmi yoki siz ta'kidlab o'tdingiz, yoki bo'lmasam Sovet ittifoqini qulashi, shunga o'xshagan juda ko'p, yoki Turkistonni bo'linib ketishi. Meni fikrimcha, Turkistonni bo'linib ketishida yoki bosib olinishda asosiy sabablar bir necha bo'lgan. Hammasini ta'kidlab o'tdingiz. Siyosiy sabablar bo'lgan. Siyosiy sabablari mana o'sha xonlik, amirliklari shakllanishi va asosiy o'sha millat tushunchasini, ya'ni bu ideologik tarafi, millat tushunchasini Turkistonda shakllanmaganligi. Siyosiy sabablar yana Buxoro xalqi, misol uchun Buxoro amirligini fuqarolari yoki Qo'qon xonligini fuqarolari deb o'zini bilgan. Ular asosiy bitta bir millatni odamlari deb o'zini tanimagan. Shular sabab bo'lgan yoki iqtisodiy sabablari, development deydi, o'sha rivojlanish sabablari bo'lgan. Mana Rossiyada o'sha paytda sanoatlashtirish jadal ketayotgan edi. Ular Turkistondan siz o'zingiz aytib o'tganingizdek ancha oldinga o'tib ketgan edi. Biz hali ham o'sha mahalliy hunarmandlarimizni yasagan qurol aslahalaridan foydalanayotgan edik. Birinchidan o'sha ilmni haligi kuchaymaganligi, sanoatlashishdan orqadaligi. Ya'ni sanoatlashish faqat ideologik emas, asosiysi iqtisodiy masala. Biz iqtisodiy masalada ham ancha haligi orqada edik. Asosiysi menimcha o'sha ideologik masala, millat tushunchasini shakllanmaganligi va jadidchilar mana shu millat tushunchasini shakllanishida qo'shgan hissasi asosiy ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Nima uchun Chor Rossiyasi yoki bunaqa Sovet ittifoqida ham millatchilikni kuchaytirishga bo'lgan qarshilik kuchli edi. Chunki birlashganda yengish qiyin. Siz mana Britaniya to'g'risida gapirib o'tib ketdingiz, o'sha Hindistonni bosib olgan paytida ham ichki parokandalik birinchi sabablaridan bo'lgan edi. Bermoqchi bo'lgan savollarim bu endi haligi bugungi haligi mavzu to'g'risidagi munosabatim. Savolim 300 yilga nazar tashlaydigan bo'lsak,
nima uchun biz Sharqiy Turkiston to'g'risida gapirmayapmiz? O'sha 1755-59-yillarda boshlangan parokandalik 84-yilga kelib mana Shinjon viloyati bo'lib, haligi o'sha qiyin haligi bosib olgandan keyin boshqa bir haligi yo'nalish olib ketdi. Mana bugungi kunda Xitoyning bir qismiga aylangan va musulmonlarimiz hali ham juda katta tazyiqqa uchrab kelayotgan joy hisoblanadi. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, qaysi endi mustamlakachilik va zulm fokusi qanchalik to'g'ri bizni o'sha Turkistonni bosib olinishi mavzusiga haligi qilib olgan. Haqiqatdan ham bizlar mustamlaka bo'lmay qolarmidik degan bir savol qo'yaylik. Hozir men shunday tushundimda. Qanday omadimiz chopganda bizlar mustamlaka bo'lmay qolardik. Masalan, yaponlarga o'xshab, masalan, turklarga o'xshab kamida. O'shanga boyagi bizning ichkaridaligimiz sabab bo'lgan. Va bizni sotishgan. Boya aytildi-ku, bizni bitta bo'lsa jur'at yetmasdi. Perovskiyni ham hech kimni jur'at yetmasdi. Rossiyada unaqa ular ishonmagan. Shuning uchun Maggaxinlar yuribdi-ku oldida. Ishi borligi uchun emas, ular kafolat ular. Ya'ni bular Xorazmni bosib olishga aqli nimasi yetmagan. Perovskiyni birinchi hujumini eslab ko'ring, hamma narsa josuslik bilan bilib turgan. Bizlar bor yo'g'i qarmoqqa tushdik. Bu yerda xuddi hozir insoniyat G'azoga qanday e'tiborsiz qaragan bo'lsa, imperiya bizda xuddi undan dahshatliroq narsa bo'lganda butun insoniyat ko'zini yumdi. Biz mana shu narsani endi bu mustamlakachilik shunday. Endi ikkinchi narsa, hozir go'yoki o'ylaymizda, juda yomon bo'layapti. Qachon kechagina kelishuvdi 45-yilda ya, hamma narsa joy-joyida edi. Dunyo zo'r rivojlanayotdi, mana ular buzib qo'ydi. 45-yilda eng buyuk xato bo'ldi. Eng buyuk xato bo'ldi. Va bugun biz rozi emasmiz. Ya'ni nega veto huquqi ularda? Nega dunyo bozorlarida bizning haqqimiz yo'q? Biz shuning uchun bu narsaga rozi emasmiz. Oldin demak mana endi mustamlaka masalasiga bu yerda bizni demak ko'plashib bosib oldi. Bizning xatolarimiz bor edi. Boya aytdim, Sharqiy Turkiston masalasida Yoqubbek Badavlat aytdim. Uning o'sha Said Yoqubxon To'ra Toshkent aslzodalaridan deganim. Uning kuyovi uning. Demak u Yoqubbek Badavlat kimning? Toshkentning odami. Bor bu yerda Qashqar davlatini tuzdi, to'liq tuzdi. Yoki bo'lmasa keyin Alixon demak, Sog'unning eslang. Bu bizning mulkimiz. Faqat uni bo'ldi. Bizdan bu savolni aynan siz javob topishingiz kerak. Bu yerda o'tirganlar javob topishi kerak. Biz javob topishimiz kerak. Bu tarixning vazifasi, xalqning vazifasi emas. Biz stolga qo'yishimiz kerak. Biz demak bu mas'uliyatimiz bor. Chunki kecha bizdan yig'latib, qon oqizib tortib olingan mulklarni biz so'rashimiz kerak. Tarix bizdan shuni so'raydi. Shunda millatimizning bolalari ko'zi ochiqroq bo'ladi. O'zini haqqini himoya qiladi. Hech tomondan huquqing yo'q. Sen nimanga ishonib ko'chada, nega bizni bolalarimiz ko'chada bemalol yura olmaydi? Ong ostida shu narsa yotibdi. Sababi hali biz hech narsani ularga tushuntirib bera olganimiz yo'q. Ular yozib qo'ygan, Amir Temur davrida yozilgan, chizilgan narsalar bilan emas. Ular bugun bunday o'tirib olib gaplashish kerak. Odam sifatida gaplashish kerak. Mana bu gaplashadigan masalalarimiz shunday. Lekin biz mustamlaka bo'lmasligimiz uchun dunyo vijdonliroq bo'lish kerak edi. Haqqi yo'q edi bizga nisbatan, hatto o'sha istiqlolchilarimizga nisbatan. Hammasining oldida bizi demak qonimiz turibdi va hammasining oldida insoniyatning demak javob berish kerak. Bu xuni turibdi. Biz dunyodan xun so'raydigan millatmiz. Chunki o'shalarning hammasi nohaq yo'q qilingan edi. Bu narsalarni demak hech bo'lmasa qog'ozda bo'lgan taqdirda ham biz tan olishimiz kerak, tan oldirishimiz kerak. Afrikaning eng chetidagi bugun bir demak o'sha Germaniyaga nisbatan da'vo qilayotgan ekan, biz katta millat sifatida shularning hech bo'lmasa hurmatini da'vo qilishga haqqimiz bor.
Lekin bu jarayonlar tugamaydi. Bu jarayonlarni kompleks o'rganmasak tugamaydi. Chunki buni nonini yeganlar bor. Buni boshqaradiganlar bor. Shu uchun biz bunga diqqat bilan aytildiki, o'sha mehmon bo'lib kelganlarning yozgan xatlarini biz topishimiz kerak. Bizga berishi kerak shuni. Bizga hamma narsani aytish kerak. Chunki biz ulardan emas, biz avlodlarimizga shu narsani aytishimiz uchun kerak. Bu mavzular o'ylayman, bu 4 ta ko'rsatuvimiz tariximiz o'zi shunga qaratilgan edi. Ataylab shunday mavzular olindi. Feruzani mavzulari ham shunday edi. G'aybulla akaning mavzulari ham shunaqa edi. Sevilmaydigan mavzular. Lekin biz suhbatlashishimiz kerak bo'lgan mavzular. Suhbatlashishimiz kerak. Masalan, 20-yillarda Farg'ona viloyatida masalan suv xo'jaligi degan mavzu ham juda qiziq. Meditsina fanining taraqqiyoti 50-yillarda Zarafshon vohasida degan mavzu ham juda qiziq. Tarixdan olsangizda. Lekin va u yo'nalishda har kuni bitta dissertatsiya yozilyapti. Har kuni bitta dissertatsiya himoya qilinyapti. Olimlarimiz soni ko'p. Bu mavzularda esa 4 ta odam yuradi. Televizorda bitta ko'rsatuv qilganiga juda ham xursand, katta narsani qilib tashladim deb hech kim eshitmaydi, hech kim o'qimaydi. Albatta ular o'zining guruhida yuraversin deydi. Sababi demak kengayishi kerak emas. Bugun shu narrativ, shu mavzularda demak bizi tariximizda bunaqa mavzular juda ham ko'p va shu mavzularda gaplashishni nima qilingan edi. Javobga bo'lsa demak bu yerda biz javobni biz emas, biz savolni beramiz. Javobni tarix berish kerak menimcha sekin-sekin. Assalomu alaykum. Rahmat mazmunli ma'ruza uchun. 300 yillik qo'rquvlarimiz haqida gapirdingiz. Anchadan beri o'ylab yurgan mavzularim edi. Faqat menda bir savol bor. Bizani davlatimizga birinchi kelgan bosqinchi bo'lmagan Chora siyosiy yoki sovetlar. Birinchi kelgan bosqinchi bo'lmaganda, masalan, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda Hamoniylar, undan keyin Aleksandr Makedonskiy yoki bo'lmasam Arab xaliqaligi, undan keyin Mo'g'ullar bostirib keladigan bo'lsa, mana masalan, oxirgisi mana shu Mo'g'ullar naqadar vahshiylik qilishgan, naqadar qon to'kishgan, lekin oxirida turkiylashib ketishgan. Aksariyati yoki bo'lmasam arab istilosidan keyin ham islom dini yo'lda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizani hududimizda judayam madaniyat darajasiga ko'tarilgan, din darajasi, madaniyat darajasiga ko'tarilgan. Va bu davrda masalan Hamoniylarga qarshi qancha kurashlar bo'lgan, Aleksandr Makedonskiyga qarshi qancha kurashlar bo'lgan, Mo'g'ullarga hammasiga qarshi kurashlar bo'lgan. Va bu davrda bunaqa qo'rquv paydo bo'lmagan. Nega endi mana shu ruslarni istilosidan keyin, Chor Rossiyasini istilosidan keyin bu qadar qo'rquv paydo bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingiz shaxsiy mulohazalaringiz. Haqiqatdan ham juda to'g'ri narsa. Bu mustamlakachilik dedik. Bu tizimli. Masalan, bizda ishlagan katta rahbarlarga qarasangiz, o'sha paytdagi katta rahbarlarga qarasangiz, Angliyada Fransiya mustamlakachiligi yoki Angliyaning Afrikadagi, Hindistondagi mustamlakachi dissertatsiyalar yozgan odamlar. Ya'ni men sharqshunoslik dedim. Angliyada esa butun qirollik geografiya jamiyati deydi-yu, tashqaridan qaraganda ilm fanni rivojlantirish. Yo'q, aynan mustamlakachilarning ongini to'ldirish bilan shug'ullangan va bu tizimli ravishda amalga oshirilgan, abadiyga amalga oshirilgan. Lekin siz aytayotgan Chingizxonni biz juda ham bilmaymiz, qanday qilib ular turkiylashib ketdi va haligacha javob yo'q, o'zi turk emasmidi degan. Yoki bo'lmasa Hamoniylarning o'sha kirlarning ko'pchiligini turk deyishadi, hattoki Hamoniylarda ham. Endi nimani Iskandar voqeasi juda o'sha nimaning g'arbning nimasi, lekin bu yerdan kelib u bir narsa olib ketdimi? Ko'p holatlarda katta narsa olib ketdi deydi. Masalan, Yunon davlatchiligi bu bir madaniy va bironta o'sha Oyxonimdagi bironta nimada lira yo'q. Ya'ni bizning madaniyat ularning madaniyatini yutib yubordi. Va bu narsalar demak ba'zida aytdik-ku, qiziqish. Yevropa o'sha antik dunyo madaniyatiga qiziqish ham rol o'ynagan va ular bir tomoshaga o'xshab kelganda rus mustamlakachiligi bu butun dunyoda hozirgacha davom etayotgan juda o'ylab ko'rilgan boshqa narsa. Uni boyaga aytilayotgan narsa bilan solishtirilmaydi. Bu boshqa bir davr. Bu ko'p yil davom etdi shu g'arb mustamlakachiligi. Bugun oxirgi kunlarini yashayotgan bo'lishi mumkin. Eng qizig'i
o'sha hududlarda tug'ilishgan, o'sha hududlarda qanaqadir nima ketyapti. Bugun kecha Afrikada hammasini o'ldirganlar, bugun Parijda bitta fransuzni ko'ra olmaysiz. Hamma sohada o'sha kechagi mustamlaka qilib, qul qilib kelganlar bugun ishlab yotibdi, lekin qulga o'xshamaydi. Bu juda qiziq jarayon ketyapti. Assalomu alaykum ustoz. Men Istanbulda tarix fakultetida o'qiyman va ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda ayniqsa tarix bo'yicha blog yuritaman. Bu blogimda Turkiston legioni haqida video qildim va berayotgan message, ya'ni xabar shunaqa bo'ldiki, Turkiston legioni Turkistonga emas, ya'ni Turkistonni xalqiga emas, balki SSRga qarshi jang qildi, ular xoin emas degan ma'noda berildi, lekin juda ko'p izohlar ularga qarshi yo ular xoin bo'lgan degan ma'noda bo'ldi. Endi men aytmoqchi bo'lgan mani savolim, siz boya aytdingiz yuqorida qo'rquv haqida. Mana shu qo'rquv sababli bizni, ya'ni siz deganidek mas'uliyatli insonlarni ishlama emas deylik, kamroq yoritilayotgani yoki kamroq tarixga yoritib berayotganligimiz qanaqadir o'sha xalqqa shunaqa izoh berishga sabab bo'lib qolmayaptimi? Bu bir. Ikkinchisi, ana shu yuqorida aytilgan qo'rquvning chegarasi qayerda? Ya'ni men qattiq to'xtashni bilishim kerak degan ma'noda bir so'rovim bor. Bu yerda ilohiy tushuntiradi, o'sha Muso qavmini 40 yil olib yurgan degan narsaga shunga o'xshatish mumkin. Hali 40 yil bo'lgani yo'qda, 1-2 yil bor. Masalan, Ukraina Rossiya masalasida demak shunday bo'ldi. O'sha bu yerda Toshkentda shu biz elchixonaga borganmiz, o'sha elchiga ta'ziya bildirish uchun. Endi u yerda juda katta nima voqealar bo'lgan. Bu yerda borganlarim menimcha bo'lsa kerak. Xullas ular juda ko'z yosh bilan kutib oldi. Lekin tashqaridan shunday narsa bo'ldiki, avtobuslar keldi. Rishotkali avtobuslar. Ya'niki, demak, juda katta tizim. O'sha paytda agar Ukraina haq deganda oila a'zolaringiz, aka-ukalar bir-biri bilan urushib ketgan. Rossiya haq. Katta aka ukasini shapaloqlab urishi ham mumkin, tepishi ham mumkin. Unga haqqi bor, buning haqqi yo'q. Bu yerda nohaqligini bilib turibdi. O'sha tabu, o'sha qoida, o'sha qo'rquv chegarasi shu. Bizlar ko'p holatlarda shuni qadriyat sifatida, qo'rquvni qadriyat sifatida olganmiz. Buni ketishini esa boyagiday vaqt masalasi hal qiladi. Katta avlodda shunaqa bir yaramas qadriyatlar shakllanib qolganki, ular bilan urushsangiz qarg'aydi sizni. Otangiz, onangiz, akangiz, ukangiz katta avlodda. Nima qilmasangiz faqat sabr qilasiz va targ'ib qilaverasiz quyi avlodga. Nega jadidlar o'zining tengdoshiga aytmadi? Chunki tupurib yuborardi yuziga. Otasiga aytmadi. U nima tavqilanat qilardi. Bolachaga aytdi. Faqat ishimiz bolachalar bilan, yoshlar bilan bitadi va o'sha bu jadidlarning yo'li. Shu uchun sizga sabr, lekin haqiqatni aytishdan to'xtash kerak emas. Baribir vaziyat o'zgaradi. Assalomu alaykum aziz mana shu yerda qatnashayotgan insonlar. Rahmat ustoz. Men oldingi sessionlarda qatnashmaganman, xalqaro ta'lim mutaxassisiman. Va bu yerda eng asosiy nuqta bu dekolonial qarash mavzuiga qaratmoqchiman, chunki boshidan oxirigacha shu yerga kelish uchun tayyorlangan deb o'ylayman. Istanbulda Marmara universitetida xalqaro ta'lim bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib boryapman va 16-mayda shunaqa butun dunyo dekolonial nimasi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Endi bu kurslarga borganimizda o'sha yerda Halil Bektay degan bir professor olim bor. O'sha yevropasentrizm asosida tarixni buzib ko'rsatilishi va umuman Turkiya tarixini boshqatdan yozilishi haqida ustoz leksiyalar o'qidi va men bizani hozirgi holatimiz haqida savol berdim. Va u o'ylanib qoldi, aytdiki, bu sohada hech narsa bilimga ega emasman. Lekin sizlarni ahvollaringlar bizdan ham juda chuqur. Hozirgi kunda Turkiyani mana yangi ma'ruf modeli 2024-yilda ishlab chiqildi va ma'ruf modelida dekolonial tushunchalarni hammasi yangilandi. U salb yurishi bo'lsin, buyuk geografik kashfiyotlar bo'lsin, bularning hammasini kerakli nomi bilan, o'zini terminlar bilan atash maktab darsliklariga kiritildi va orientatsiya darslari o'tildi o'qituvchilarga. Hammasiga bu darslar olib borilyapti. Bu birinchi masala. Biz hali o'zimiz tariximizda ikki hissa.
ham ichkaridagi tariximizni talqini, ham tarixi yozish masalasi, ham uni yetkazish masalasi. Chunki bu yerda istilochilik ya'ni rasman tugatilgan bo'lsa ham hali 30 yildan beri bizning zehn arxitekturamizda istilochilik davom etyapti va buni bolalarni zehnidan ya'ni bolalarni zehnini yangicha inso etish uchun u o'qituvchini zehnida bu o'sha nima deydi istiloga xayrixoh bo'lgan zehn bo'lmasligi kerak. Bu juda katta masala. Ya'ni ta'lim tizimini o'ziga yarasha bir dunyo muammosi bor. Bundan tashqari mana shu holat mavjud. Mani savolim shu, yoshlar bormi shu mavzu bo'yicha dissertatsiya qilishni xohlagan yoki bir bizda siz aytayotgan mavzuga intilish, bu mavzularni ishlash va haqiqatan kelajak uchun tarixni qaytadan yozish kerakligi, ya'ni qanaqa man chunki necha yildan beri O'zbekistonda emasman va bu soha bo'yicha ma'lumotga ega emasman. Menga qiziq bu. Biz buni qanday tashkil qila olamiz agar buni bu mas'uliyat bor siz aytganingizdek bizning yelkamizda. Rahmat. Hattoki Turkiyada deyapsiz. Haqiqatan bizlar Choliqushini eslang. Yevropa deb bitta o'qituvchi oldida demak Turk bo'lish bir baxtsizlikda o'sha Choliqushidagi chiroyli qizning o'qituvchilariga tasavvur qiling. Demak bu Yevropada ham bor edi. Turkiyada ham bor edi. Bugun kunda qarang, qanday yo'l bilan tutyapti. Bitta Kamol Poshoning faoliyatiga, Kamol Posho imperialist hujumdan Turkiyani saqlab qoldi. Lekin Kamol Posho masalasida millatni olib chiqdi, nima qildi? Bugun qahramon masalasida Ibrohim Kalin o'tirib olib, mana unday joyda xuddi menga o'xshab bir chat qilib o'tiribdi-da, hali unga yuzlanadi, hali bunga. Chunki millatni saqlab qolish kerak. Chunki o'sha ishni amalga oshirish kerak. Fidanning fidanligi shu yerda, tom kitoblar shu yerda. Tasavvur qiling, mana shu narsa qisqa muddatda, demak, kechagi NATO rahbarlarining oldiga, demak, bundan 20 yil oldin Turk orzu qila olmasdi shu narsani. Tasavvur qilyapsizmi? Bizga qanchalik kerakligini. Biz hali agar shu dekolonial tafakkurga o'tmaydigan bo'lsak, ertaga bolalarimizdan uyalamiz. Birovga bolam deyishdan uyalib qolamiz. Bor yo'g'i yolqovligimiz bilan biz ziyolimiz. Biz ziyolining demak hayotimiz shuni ustiga qurilgan. Bizning demak mehnatimiz. Demak siz aytayotgan masala, yoshlarimiz shu masalaga olib chiqishi, shu mavzuda yozishi, 2 qator she'r yozishi, bir qator nasr yozishi, kino olishi, ijtimoiy rolik olishi hammasi qahramonlik. Va shu ishni amalga oshirmagunimizgacha biz hech bir orzuga erishmaymiz. Lekin men bugun juda ham umiddaman. Pul to'lab olib kelganimiz yo'q. O'zlari kelyapti-ku. Men ishonmagandim. Hech bo'lmasa aytganlarim kesadi edim. Ming rahmat. Demak, umidim kela olmay turganlar ham ko'p. Shuning uchun bizda juda katta o'zgarish bor. Buni biz faqat alamimizni boks bilan olyapmiz. Alamimizni bir narsalar bilan olyapmiz. Millatimiz otilib ketyaptimi? Demak, bizlar faylasuflarga muhtojmiz, shoirlarga, yozuvchilarga, tarixchilarga muhtojmiz. Ana shunda jamiyat nima qiladi? Siz aytayotgan narsani Turkiyaga borganimda faxr bilan va diqqat bilan kuzataman, diqqat bilan. Juda ham ajoyib bo'lyapti va u bizga yuqadi, eng asosiysi. Yuqayapti ham. Bitta savolim bor edi. Birinchisiga do'stimiz savoldan keyin javob oldim. 1870-yillarda To'rtko'lga bosqinchilik nimasini so'ramoqchiman. Guliston Matopovani bir shoxadan, bir hujumdan shoxa degan bir dostonida o'qidimda. Shuniki tarixiy fakt deyapti, faktlar buzilmagan deyapti. O'sha yerda To'rtko'l, endi avval To'rtko'l bo'lmagan nomi, ruslar kelib 13 ming kishini ozod qildi Xiva xonligi istilosi Xiva xonligidan deyapti. Bu bosqinchilik deb qaraymizmi yoki ruslarni ozod qilgan deb qaraymizmi? Mana shu bo'yicha qarashingizni so'ramoqchi edim. Bu qullarni ozod qildi deyaptimi-ki, qullar kimlar? O'sha yerda aholisimi? O'sha yerda aholisi qo'layotgan bo'lgan bo'lsa, o'sha xonlikni aholisi vakili. Demak, qullar deb qaramaymiz. Lekin bu yerda aytilyaptiki, dostonda aytilyaptiki, shu ozod qildi degan To'rtko'l hududini aytyapman hozirga. Shu bo'yicha o'zingiz qarash. Nechinchi yil dedingiz hozir men? 1873-75 shu.
Ha, To'rtko'lda qancha qulni ozod qilgan ekan? 13 yil. Bu qachon yozilgan? Dostonmi? Aha. Dostoyevkida yozilgan. Ha. Doston yaqin yillarda, endi 10 yil, 15 yil yaqin yillarda Ha, yozilgan. ha. Men bunga javobim voqea qandayligi hozir endi umumiy nimamizga tegadigan narsa xuddi meni eslatgan narsa nimani Ergash Juman Bulbulning Lenin dostonini esladim. Mutlaq bu yerda tarixiy bog'liqlik narsa yo'q. Ruslar To'rtko'lda endi Aleksandra Petrovsk deb nom bergan, keyin Amudaryoni bu tomonda o'zida olgan tashviqotning mahsuli. Bu hech qanday tarixiy nimaga aloqasi yo'q. Voqea qanday bo'lgan? Voqealar shundan iboratki, Xorazm xonligining yo'q qilinishi albatta nimalar bor. Lekin Ernazar Alako'zni eslab ko'ring, kim o'ldirdi? Xon o'ldirdimi? Qoraqalpoqlarning o'zi guvohlik ko'rgandan keyin peshonasidan otib tashladi-ku. U yerda xiyonat bor edi. Keyin qul masalasida Buxoroda ham, Toshkentda ham qul degan masala bo'lgan. Bu yerda masalan o'sha Xivinka degan nimani o'qigan, kimdir bu yerda o'qigan bo'lsa kerak. Xullas, Xivinkada o'sha qiz, o'ris qiz yozadi-da. Xivinka bu shu bir qozoqlar bir qizni o'g'irlab olib kelib, Alloqulxon qul bozorda borib qarasa, bitta qizni yalang'och qilib qo'yib sotyapti ekan. Keyin u ustiga bir narsa yopdiydi-da, keyin olib keladi. U aytadiki, xon saroyida shunday to'q narsalar yedimki, hech qachon Orenburgda bunday narsa yeganim yo'q edi. Bir zulm ko'rmadimki, demak qornim to'ydi. Meni bir shu yerda bir Astap deganga uylantirib qo'ydi, oila qurib qo'ydi. Xullas keyin meni ozod qilib olib keldi. Hech yaxshi bo'lmadi-da. Yana o'sha dehqon bo'lib shu yerda ishlayapman deb. Shunaqa narsa. Bu voqea bo'lgan voqea. Masalan, qul sifatida Otabekning quliga o'xshagan qul degan bir toifa bo'lgan. Buni rad qilmaymiz. Lekin mana Hasan Ali bor-ku, shunaqa bir toifa bo'lgan. U oldindan qolib ketayotgan. Shularni ozod qilib Said Azimboy go'yoki qullarini ozod qilib e'tiboriga tushdi-ku. Ya'ni dunyoga isbotlash kerak edi-ku bizlarning o'rta asrcha yashayotganimizni. Bu mana shu voqealar bilan demak bu tashviqot. Ya'ni Lenin dostoniga o'xshagan narsa. Biz ko'p holatda o'sha tashviqotni sug'urib olishimiz kerak haqiqatdan. Bizdan katta narsa talab qilinadi. Shunchalik ko'p bunaqa asarlar, shunchalik ko'p. Uni badiiy asarlar bilan to'ldirgan. Shuning uchun siz aytayotgan voqeada To'rtko'lda qullar bor ekan, o'rislar ozod qilgan ekan, men mutlaq uni qayerdan eshitib aytgan, balki u bechora ham eshitgandir. Hozir ham bittasi hali istiqlolchilik haqida bir Omonpolvon haqida aytsam, meni enamdi deydi. Bir bola butun yozganda enam bechora aytib bergan edi. Yoshi 80 dan oshgan chol ekan bechora. Enasini bosmachilar olib ketib qopti. Bir bola bo'pti, onasi aytib bergan ekan. Keyin xuddi shu voqeani ko'k ko'ylaklar degan nima bo'lgan va o'shanda bir odamni avoganda xalqda amir meni unday qildi, bunday qildi. Bu tashviqot narsasi. O'sha narsa bizga hozir haqiqat sifatida kiritildi. Shuning uchun biz oldin buni ajratib olishimiz kerak va menga shu narsani eslatdi. Lekin u yerda o'rislar hech kimni ozod qilgan voqea bo'lgan emas. Masalan, Tataristonda Ismoil Dastrali kabitchilikdan boshlab kelgan bo'lsa, yetimchilikni otasi sifatida eng rivojlangani javitchilik harakatini Tataristonda bo'ladi. Buga adibtorida aytadiki, Tataristonda yoki unga qo'shni bo'lgan davlatlarda, hattoki Kavkazda ham javitchilik harakati o'ta kuchli darajada bo'ladi. Tikka chiqqan munosibda bo'ladi. Hatto ta'lim tizimi, maktablari ularni ham ancha yirik baholaydi. Lekin Turkistonga kelganda buni past baholaydi. Bilmadim sababni yoki biz shunchalik to'g'ri ular o'zlari to'qilgan qonlari bilan izlana balki qaysidir ma'noda qarzdoramiz. Ularning harakati past darajada baholanishiga taqqoslaganda Kavkaz yoki Tataristonni past baholanishga loyiqman yoki shu darajada passivroqmi shuni so'ramoqchi edim. Ikkinchi savolim turkiyalik tarixchi do'stim Arman Dashnovlari haqida maqola yozmoqchilik maqola o'shanda savol berdi. O'zbek manbalarida
nima desam ekan, ilmiy izlanish qilgan odamlarni dissertatsiyasi yoki shu bo'yicha ma'lumotlarni umuman topolmadim arman dashnoqlari haqida, lekin butun o'zbek xalqi bu voqealar haqida judayam yaxshi bilar ekan, xuddi kecha ko'rgandek bu narsalarni deganda, bu voqealar haqida ilmiy izlanishlar yoki tadqiqotlar qanchalik darajada yaxshi olib borilgan? Rahmat javob uchun. Birinchi savolingizga dan boshlamoqchiman. Qarang, adib Xolid aytyapti ekanki, tatarlarda juda rivojlangan ekan, keyin yana kimlarda rivojlangan ekan, o'zbeklarda eng past rivojlangan ekan. Menga misol keltirsinki, Tataristonda bitta Muhammad Aminbek yoki Sher Muhammadbek yoki Omon Polvon yoki Junaydxon yoki Ibrohimbek Laqay. Qozoqlarda ha alashdagilar judayam Peterburgda nimada o'qigan edi, shunday voqeani bizga keltirib bersin. Hattoki demak Ozarbayjonda ham demak himoya qilgan narsalar g'oya himoya qilinish uchun qonga borgan paytda kuchli bo'ladi. Endi hozir aytaman sizga bunga misoliga Ismoilbek G'aspiralning o'ziga mikrofon tutaylik. Ismoilbek G'aspiralning eslang Samarqanddan ketayotganda menga amir nima jo'natdi, kareta jo'natdi, men ketmoqchi edim. Urgutdan shunday o'tib ketayotganda bitta cho'pon bola bilan ozgina gaplashdim. Men hali o'zbeklarning bolalarida Temurning qoni oqayotganini his qildim. Umidlandim dedi. Bu umidni demak bizda istiqlolchilarimiz, bizda jadidlarimiz jonini tikib isbotlab qo'ydi. Tatarlarning ko'pchiligi Yevropaga bordi, da o'zlarini olib qoldi, saqlab qoldi. Lekin biznikilar muqarrar o'limga ham keldi-ku. Demak Germaniyada o'qiganlar kimda kuchli ekan? Demak shu ma'noda endi tashqaridagi odamlar birovning millatining tarixini yozib bera olmaydi. Ming rahmat, men ta'zim qilaman adib Xolidga. Bizni tariximizni o'rganib berdi. Baldovga ta'zim qilaman, hukumat suvga ta'zim qilaman. Zarracha xafa bo'lmayman. Agar bu narsani biz dunyoga isbotlab berish, bu o'zbek qoni oqadigan, mening, sizning, sizni tarbiyalayotgan farzandlaringizning bizning vazifamiz. To'g'rimi? Men shunday tushunaman. Ikkinchi qismida armanilar masalasida armanilarni biz hech qachon unutmaymiz. Bu demak o'sha Anvar Poshoni o'ldirgan Agabekovlar, boshqalar Qo'qonda oxirigacha, hozirgacha Qo'qon eski joyiga kelgani yo'q. Lekin bitta narsa bor, hozir opa bilan gaplashganda ham nima qildim? Ba'zida tilingga chiqadi. Ba'zida shunday sezasan-da, shuni gapirishim shartmi? Hamma sezib turibdi-ku. Shunga chorani ko'rish kerak-da. Masalan, armanlar, unday armanlar 10 ta kino olib nima qilib biz nimaga erishamiz? Biz bilamiz birovning xususiyatini-da, masalan, mana otligi aniq. Demak, taxminan minib choptirsa bo'ladigan bir hayvon, itligi aniq, sizga qarab huradi yoki bir voqelikni bilganingizdan keyin, demak, uni nimalashtirish kerak emas. Shuning uchun millatimizning nimani bilgan bo'lsa, bizi yutug'imiz. Bilmaganini bildirish bizi mas'uliyatimiz. Assalomu alaykum, hurmatli tarixchilar va ishtirokchilar. Boqan aka, savolim shunday edi. Nega Behbudiy qatl qilindi? Agarda o'sha Millatlar Ligasiga borganda 1919-yil may oyida u nimani olib kelar edi? Ikkinchi savolim Behbudiy bilan bog'liq. Nimaga Behbudiy o'lgandan keyin, vafot etgandan keyin uni davom o'sha ambitsiyasi bo'lgan-ku, uni keyin hech kim davom qildirmadi. Ya'ni tashqaridan kuch olmadi. Qarang, Behbudiy qatl qilingandir. O'tgan yili edi, adashmasam, yoki oldingi yili biz bordik, aytilgan joyga bordik, 4 metr chuqurda kovladik, ikkita kalladan bittasini o'xshatdik, olib keldik, kallani tekshirtirdik, rahmatli Behbudiy emas. Lekin isbotlandiki, uning demak yaqin qarindoshi va u yerda 7 taga yaqin bosh suyaklar bor edi, 4 metr chuqurga tashlangan edi. Demak, Behbudiy bilan juda ko'p odam o'ldirilgan. Va ular demak bu yerda nimaga keltirilardi, lekin Behbudiyga marsiyalarni o'qing. Baxtku, shunaqa marsiya sen uchun yozilishi uchun o'lgin keladi-da. Qiyomatgacha shunday kelolarmi, ko'ra olmasmi bu millat degan narsani Behbudiy demak o'ziga haqiqiy haykal qo'ydi. U abadiyga tirik qoldi. O'tkinning vazifasidir. Bizga olib kelish kerak bo'lgan narsani olib keldi. Bizga olib kelish. Behbudiydan hech ginamiz qarzimiz yo'q. Uni dushmanlar o'ldirdi. Bizni istiqlolimizni, bizni qarzimiz bor Behbudiydan. Siz
yaratgan bu kishi haykaltarosh Behbudiyning, Islom Xo'janing, nimani Ismoil G'aspiralni shunday haykalni ko'rdiki, men ko'zimni yumsam ular gaplashayotgan. Ko'zim shu darajada olib borgan. Shu bir nimasini kuzatsalaringiz, shunaqa bir ajoyib inson bu kishi. Juda ular hayotda uchrashganmi deb so'radi. Uchrashmagan. Lekin shunday uchrashtirdiki, uchalasi ham haqiqiy hayotiga mujassam qilganda hayotini. Shu yerdagi men Behbudiyni ko'rdim va o'sha Behbudiy albatta bizga olib keladi. Hali Behbudiy orzu qilgan, hali Behbudiyga munosib biz millat bo'lamiz. Oramizda sizlarga o'xshaganlar bor. Shuning uchun biz ularning o'ldirganini tanimaymiz xolos. Ma'ruzangizda aytdingizki, bizadagi millatimizga yopishtirilgan ko'p axloqsizliklar, jaholat, ko'pi tuhmat degan fikrni ilgari suryapsiz. Lekin men ham shunday siz o'ylaganda o'ylashni xohlayman. Mana chunki siz qancha yaxshi ko'rsangiz, mana shuncha yaxshi ko'raman. Lekin biza bugun ko'zga surayotgan jadidlarimiz Qodiriyni o'tgan kunlarini olaylik, Mehrobdan Chayonni olaylik, Cho'lponni kecha va kunduzini olaylik, Oylikda Qutlug'xonni olaylik. Hammasi jaholat, axloqsizliklar yozilgan. Hozir men sanagan hamma romanda bu yozuvchilarimiz yozgan. Shu savolim va ikkinchi savolim shu bilan bog'liq. TVda siz Qutlug'xon romanini tanqidiy fikr bildirgandingiz, lekin ochiqlamagandingiz. Shu tanqidiy fikringizni ochiqlashingizni xohlardim. Masalan, men Qutlug'xon romanini juda ham yaxshi ko'raman. Siz bir tanqidiy fikr bildirgandingiz, lekin chuqur kirmagandingiz. Demak, sizni fikringizcha jadidlarimiz, biz ko'zga surayotgan jadidlar o'zini romanlarida axloqsizlik haqida yozgan. Ya'ni o'tgan kunlarda boyagi Qorachapon voqeasimi yoki o'sha Abdurahmon obrazimi nimadagi o'sha Mehrobdan Chayondagi u shuni yozmasligi kerakmidi? Hamma 100% oq odamlarni yozish kerakmidi? Topib olib jamiyat bor ekan, johillik bor. Shu mana bir nima bo'lgan ekanki, o'shani ko'rsatish orqali quyosh bo'lmasa, demak tundan biz qayerdan nima qilamiz? Kasallik bo'lmasa sog'liqni, demak qadrini qayerdan bilamiz? Qarilik bo'lmasa yoshlikning. U asarda shunga qarshi qochirish uchun shundan foydalangandir. Demak tabiiyki biz yomonlikni ko'rsatib nima qilamiz? Shuning uchun ular uni yozgani uchun uni targ'ib qilmagan-ku, maqtamagan-ku. Shunday hamma Abdurahmon bo'lsin demagan-ku. Masalan, Qodiriy o'sha Aziz Bachcha deb nima qilayotgan, o'zining onasining dadasi ekanligini biladi-ku Azizning. To'g'rimi? Josiyatni o'zini dunyoga keltirgan. Lekin uning qilib qo'ygan xatosini kechira olmaydi-ku, bobosi bo'lsa ham. Bu juda katta bir jasorat. Ba'zida o'zimizni aybimizni birov ko'rsatadigan bo'lsa, uni o'ldirib tashlagimiz keladi. Ertaga o'lib qolsa, men aybimni aytmaslik uchun deymiz. O'zimizni nimamiz uchun. U demak yaxshilikni, yomonlikni ko'rsatyapti. Bu juda ikkinchidan Qutlug'xon masalasida nega men Qutlug'xonni nima qildim? Tasavvur qiling, 16-yilda nima voqealar, nimalar dahshatlar bo'ldi. O'sha 16-yilda qirib tashlaymishda, demak bitta demak qahramonni qarang. Bechora Oybek endi majbur bo'lganda hamma obrazlarni kiritib. Men istaymanki, siz yaxshi ko'rishingiz mumkin. Men lekin 38-yildan keyingi 80-yilgacha yozilgan barcha nasriy asarlarni o'sha kommunistik yozuvchilar uyushmasining o'sha nimasi bilan yaratganda, u bir katta ruhiyatni olib chiqa olmaydi-da. U o'sha ong ostida kommunistik mafkurani nimasini yaratadi. Shuning uchun o'ylaymanki, imkon qadar yangi bugun yozarlarimiz bir yangi bir ruhiyat bilan yozsin o'sha narsani. O'sha demak biz toki kommunistik mafkurani nimasidan tezroq qutulaylik, bosimidan. Ya'niki o'sha ong ostida Navoiyni ham ular salkam proletar Alisher Giyosovich deb nima qildik-ku? Bizga Sovet o'sha ramkasidan biz tezroq qutulishimiz dekolonial tafakkurimizni nima qiladi. Shuning uchun o'ylayman, jadidlarni 100% oq deb yoki bo'lmasa hech qachon ularga ayb tegishi mumkin emas, Xudoni bir timsollari deb bu fikrdan juda ham uzoqmiz. Albatta o'zining davrining kamchiligi, har bir insonki inson
lekin qaniydi o'shalardagi jasoratning, o'shalardagi fidoyilikning 100dan 1 bo'lsa, biz o'sha qismiga oshiqmizda. Masalan, Behbudiy borib nimasiga kitob olib kelib turin, odamlar kitob o'qigan uchun konfet tarqatgan, o'quv markazi ochamiz, boshqa qilamiz, bitta molimiz ikkita bo'lsin deyapmiz-ku, lekin jadidman, men maktab ochdim deymiz-ku, boshqa sal nimamiz o'xshamayapti-da, nimadirimiz o'xshamayapti. Shu uchun ularni yaxshi ko'rib ketib qolyapmiz. Ulardek bo'la olmaganimiz uchun hasad qilyapmiz. Sevgimizning sababi shu, boshqa sababi yo'q. Endi o'tib ketdi, rahmat. Shuning uchun men Assalomu alaykum. Ma'ruza uchun katta rahmat. Ismim Asadbek. Xo'p, savol bermoqchi edim. Oxirroqda bersam balki to'g'riroq bo'lardi. Yuqoriroqda dekolonizatsiya haqida gapirib o'tdingiz. Hozir ham biroz aytildi bu haqida. Birinchi ma'muriyat davrida ko'proq istiqlolga, mustaqillikka ko'proq e'tibor berildi. Go'yoki shu davlat mustaqilligining markaziy g'oya bo'ldi. Endi hozirgi vaqtda jadidlar ko'tarib chiqilyapti. Biz jadidlar avlodimiz deyilyapti, har xil proyektlar qilinyapti. Savolim shuki, davlat haqiqatdan ham mana shu jadidlar yoki jadidlarga o'xshagan qatlamning bo'lishidan manfaatdormi? Hozirgi siyosiy deylik elita bundan manfaatdormi? Ularni haqiqatdan ham qo'llab-quvvatlaydimi yoki ziyoli qatlam bu faqatgina o'ziga ishonib harakat qilish kerakmi? Javob uchun rahmat. Savol uchun rahmat. Hukumat haqiqatdan ham jadidlarni qo'llab-quvvatlaydimi? Bu rostmi? O'ziga boshor orttirmaydimi? Yoki bu piarmi? Bu to'g'ri narsa. Ikkinchi narsa, buni diqqat bilan o'rganish kerak. Lekin meni o'zimni xulosam qanday degan savol qo'ysangiz, kecha bir Tashqi ishlar vazirligida bir nima bo'ldi, bir yig'ilish. Unda bizni oliy ta'lim dargohlarimiz haqida shunaqa turkiy dunyoning nimalari bor ekan. Meni eshitgan, xursand bo'lib ketgan narsam, bizda 208 ta oliy ta'lim dargohi bor ekan, Turkiyada 202 ta ekan. 80 million bilan nimani o'ylang. Demak, xalqimizda hali hech bir universitetimiz talabasiz yopilib ketishidan qo'rqmaydi. Agar ota-onamiz puli bo'lsa, jinni bo'lsa ham shu bolamni o'qitaman deb shu pulni beryaptimi? Bu juda ham yaxshi bir tomondan. Juda ko'p odamlar oliy ta'limdan qochib ketyapti. Demak, biz 1000 yillik o'sha ta'limga nimamiz bor? Davlat nima uchun jadidchilik hozir kerak deb hisoblaydi? Ular fidoyilar. Davlat sizga hamma pulingizni, mana tasavvur qiling, ikkinchi boshqacha tushuntiraman. Bugun ta'limga Yaponiya sarflayotgan pulning 100dan 1ni biz balki 1000dan 1ni sarflayotgandirmiz. Lekin natijamiz unikidan kam emas. Bizniki borib o'sha bozordan, mehnat bozorini topayaptimi? Demak, biznikida nimalar kattaroqmi? Davlat shu narsani his qiladi va o'zicha ishlab ketadigan bir avlod bo'lsa-yu, o'zini yo'lini topib nima qilmasa, chunki kambag'al ota har doim farzandini, demak, o'zini yo'lini o'zi tezroq kurashib, fitrat aytgan-ku, turma, yugur, el, bizga shunday avlod kerak. Davlatga jadidlar shu ma'noda kerak. Va bizda ortiqcha, demak, nimamiz yo'q. To'g'ri ishoninglar, ota-bobolarimiz ham shunday bo'lgan. Har doim bu millat qiynalib ketgan paytda bitta Amir Temurni o'zlari yasab chiqargan. Chiqmasa, onasi tug'magan bo'lsa, orasidan bittasini tarbiyalab tashkil qilgan. Va bugun ham biz shunday dunyoga majburmiz. Va shuning uchun jadidlarni balki davlat ongimizga solmayotgandir. O'zimizni ichimizda, hammamizning ichimizda bor-da, shuni qahramon izlab yuramizda, o'shani istaymiz. Shuning uchun davlat o'ylab topib, nimadir islasak demayib, hammangizning ichingizda jadidchilik harakati bor, kuch bor. Shuning uchun hech umidsizlanish kerak emas. Demak, bizga shunday bir davr kirib kelyapti. Jadidlar tug'ilyapti, yashayapti va hammangizning bir yaxshilik qiladigan narsangiz bor. Biz bo'lsa tarixchi sifatida sizga ichidan bitta jadidni sizga o'xshaganini olib kelib, doktor desangiz doktor, harbiy desangiz harbiy, yozuvchi desangiz yozuvchini chiqaraveraylik, tugamasin. Maqsad tarix haqida gapiryapmizmi? Aslida kelajak haqida nima qilayotgan bo'lamiz? Savollar ham albatta o'zingizning savollaringiz, o'zingizga beradigan savollar, aylanayotgan narsa ham shunday bo'layapti. Bahrom aka, savolim yo'q sizga. Men Turkiyadagi tarixchi opani savoliga fikrim bor edi. Opa zo'r narsani ko'tardi, ya'ni dekolonial fikrlashdi haqida turadi. Opa, bu narsani biz O'zbekistonga aloqalashimiz uchun bir qancha faylasuflar bor-da, ya'ni dekolonial fikrlovchi faylasuflar bor, klassikalarda masalan Edward Said bor, orientalizm bor, Imperial Culture degan kitob bor, fundamental kitob, keyin Frans Fanon bor. O'sha dekolonial fikrlovchi
eng muhim kitoblardan bittasi keyin xatlarda Spivak Tor o'shalarni o'zbek tiliga tarjima qilishimiz kerak. Bironta tarjima qilmagan o'zbek tiliga. Faqat qalalar tarjima qilmayapti, lekin o'sha kitoblar tarjima qilishimiz kerak deb o'ylayman-da. O'shani hozir oramizda tarjimonlar bor, tahrirchilar bor, o'shani yo'lga qo'yish kerak. Masalan, oddiygina hammamiz sevib o'qiydigan Robinson Kruzo bor-ku, o'sha kitob analizning o'sini legallashtiruvchi kitob taniladi. Buni sizlar uchunmi? Mana Robinson bu odam, Jumaboy bu bizlar. O'shani to'plab kerak. Rahmat. Boshqasi yo'q. Man bir umumiylashtiruvchi savol bermoqchi edim. Mana shu So'nggi savolni, marhamat. o'zi umumiylashtiruvchi deyapman-u. Mana biz Turkiston to'g'risida gapiryapmiz-da, o'zbek millati to'g'risida gapirmayapmiz, o'zbekchilik to'g'risida gapirmayapmiz. Turkistonni gullagan davri bo'lganmi yoki bo'lmasam bizga bir ideal bir narsa bormi? Agar biz mana Turkiston deb gapiradigan bo'lsak, o'sha Turkistonni qanaqa tasavvur qilamiz? Mana bugun O'zbekiston, Tojikiston, boshqa O'rta Osiyoda respublikalar bo'lib ketdi. Har bittasini identiteti shakllandi deyapmiz. Lekin biz Turkiston to'g'risida gapiryapmiz-da. Siz buni qanaqa tasavvur qilasiz? Bizga jadidlar shuning uchun ham kerakki, bitta boshqirt tatari, demak, o'sha Zaki Validiy tug'an 1911-yilda kandidatlik yo'qlagan paytda Qo'qondagi xursand bo'lgan Ashurali Zohiriy bir guruh bilan borib uni uyida haftalab yotgan. Chunki u qondosh bir turk tarixchi bo'ldi va Turkiston muxtoriyatida Cho'qay, Tinishbayev, bugun Ozarbayjon hammani birlashtirdi. Biz muammoni demak bir vaqtda yecholmaymiz. Qirg'iziston hech qachon o'zining 4 ta tog'ini o'zining imkoniyati bilan himoya qila olmadi. Tojikiston bilan ozgina chegara voqeasida ko'rganmiz. Botkentim mening deb yig'lab chop yurgan qirg'izlar, demak ular kutganchalik baquvvat emas ekan. Qozog'iston bu hududni hech qachon, hattoki eng katta narsada ham ko'ring, bizlar faqat g'oyamiz bilan ushlab qolishimiz mumkin. G'oyamiz bilan dushmanlarga, bizga shu g'oya sifatida kerak va bizning orzuyimiz nega kecha demak NATOni kutib olayotganda Erdo'g'anning orqasida Amir Temurning bayrog'i turuvdi, O'g'izxonning bayrog'i turuvdi. Hammamiz bizni demak muammolarimizni birga yechamiz va Amir Temur bizning orzuyimiz, Usmonli bizning orzuyimiz. Qayerda yashayotgan bo'lsa, qandaydir turkiy bir nima bo'lsa, bitta narsa, biz bitta farzandlarimizga aytamiz: sen turksan, sen zulm qilishga haqqing yo'q. Sen turksan, sen demak yomonlik qilishga, yomon bo'lishga haqqing yo'q. Chunki sening bobolaring sharaf tarixini yozgan. Sen demak yomon narsalardan uzoq bo'l desak, mana shuning uchun bizga kerak. Mana shunday zamonlar qachonlardir bo'lganligiga biz ich-ichimizdan ishonamiz. Shunday tarix bor. Biz demak biz mashohiri Turkiston degan. Turkistondan shunaqa zo'r odamlarni o'ylab topganda ular bolalariga nima qilishga. Faqat u odam unday bo'lmagandir haqiqatdan ham. U odam tanigan odam biz bilmaymiz-ku, lekin u bolasini shunday bo'lishini xohlaydi. Biz agar yaxshi zamonda qurayotgan bo'lsak, demak bir yaxshi zamonlar tariximizda bo'lgan. Shukrki bizga demak sharmandali narsalar kamroq va shunday narsani biz demak taqdim qilishimiz uchun kerak. U yerda qirg'iz ham yo'q, qozoq ham yo'q. Faqat shu bo'linish ularga zarar berdi. Uning demak qarangki nima Ayteka bizda yotibdi, Qozibey bizda yotibdi, Qaldirg'ochbey bizda yotibdi. Demak mana shu chegara bu tarixiy xato va u bizmiz. Biz demak katta millatmiz. Bizni alohida o'zbek degan bir narsani to'qib chiqarishimiz bu Moskva uchun kerak edi. Bizga Turkiy 1000 yillik tariximiz, o'zimizni bobomizni Farabiy bobom deyishga qo'rqasan-da. Qozoqlar xafa bo'lib qolsa yana nima qilaman, milliy janjal chiqarib, Ibn Sino bobom deyishga qo'rqasan. Tojiklar xafa bo'lib qolib, endi orani buzib nima qilamiz? Ikkitagina o'zimizning bobochamiz bor, o'shani Fuzuliga-ku yaqinlashib bo'lmaydi, u Ozarbayjon ekan. Shuning uchun o'zimiz bunaqa. Men shunday o'ylayman. Savolingiz uchun baribir katta rahmat, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat, qadamlaringizga rahmat. Mana shu millatimizning oydinlari ichida juda ko'p olimlar bor, bilasizlar. Juda ko'p olimlarimiz hozir yetilayotgan dissertatsiyalarni ko'rsangiz, ko'chib ketasiz, sonini ko'rsangiz, miqdorini ko'rsangiz. Lekin
millatning yangi avlodini uyg'otayotganlarimiz kim? O'zlarining yozayotgan ilmiy tadqiqotlarini ana o'shani ommabop qilib, oddiy xalq tushunadigan qilib yozib berayotgan olimlarimiz ham. Bahrom aka aynan shunday olim, u o'zining yozayotgan dissertatsiyasidagi ko'rayotgan o'sha qancha arxivda qilayotgan ishlarini bilamiz, ko'pincha arxivda qolib ketib, ko'p yig'inlar yem kechib keladi. Shu Bahrom aka o'shalarni olgandan keyin bu millatga kerak-ku deb o'shani ommabop qilib, yana jurnallarda, gazetalarda chiqarib kelayotgan olim va albatta men o'ylaymanki, bu yangi avlodning o'sha yangicha fikrlaydigan yangi jadidlarning tug'ilishi uchun bir fundament poydevor bo'ladi deb o'ylayman. Alloh mana shu do'stimizni ijodiga, keyingi ilmiy ishlariga yangidan yangi barakotlar bersin. Hammalarimizning oilalarimizdan shunday olimlar chiqishini nasib qilsin Allohimizga. Rahmat.